Keşke dünyayı çocuklar yönetsin. Bir günlüğüne koltuklarımızı geleceğimizin sahibi çocuklarımıza bırakıyoruz. Bugünlük kaymakam ve yardımcısı Ferhat'la Gökhan. Ve dünya bir günlüğüne güzelleşir. O'ting. Qani gitchi, menga choy keltir. Bo'l. Bosh ustiga hokim bey. Choyxonachi qayerda qoldi? Boshqaruv mendaligiga ko'ra siz chiqishingiz mumkin, sobiq hokim bey. Hammasi nazoratimda. Xizmatlaringiz uchun katta rahmat. Qani qo'riqchilar, ishingizni qilinglar. Kun bo'yi kutamizmi? U hali ham o'tiribdi. Nimalar bo'lyapti? O'rtoqlar, ko'rganingizdek, kunimiz shundaylarga qolgan. Ishda mazza qilib yuribman deb o'ylovchilar gaplarimni eshiting. Ishni bilmaganlarga eshikni ko'rsating. Hamma narsadan ham mehnatkash odamlarga ehtiyojim bor. Ana shunday. Tushundingizmi? Aynan shunday hokim bey. Bu yerda 200 kishi ishlaydi, lekin bittagina samovar ham yo'q. Agar kuniga bittadan choyni o'zingiz damlasangiz, qancha pul tejalardi? Hammasi bittadan ichganida kuniga 3 million. Yaxshigina pul tejalar ekan. Odam bo'lsa-chi sarvet. Sarvet, bu pulga dang'illama uy qursa bo'ladi, lekin bularga gapirganingning foydasi yo'q. Yuzingga baqrayib qarab turadi. Shuncha surat olganingiz yetar. Qani muxbirlar tashqariga. Bularni qayerdan topding? Janob, bizning o'g'limiz hayajonlanadi shekilli. U bizdan emas. Ha, shunday. U bizdan emas. Ko'rib turganingizdek, shularni barchasini amalga oshirishga tantanali ravishda va'da beraman. Muzaffar, uni ko'ryapsizmi? Bulbulday sayrayotganini eshityapsizmi? Tasanno o'zimni qizimga. Yo'q, meni qizim muhandis bo'ladi. Xudo xohlasa, hali ulg'aysin, o'sha kunlarni ham ko'rarmiz. Yo'q, xotin. Qizim aniq muhandis bo'ladi. Turishiga qarasang-chi, kiyimlardan ham, qo'lidan ushlab turgan tayog'idan ham ko'rinib turibdi-ku. Yo, xudo, nima folbimiz? Voy, Muzaffar, jinni bo'ldingizmi, soyabonimni rasvo qilibsiz. Bu bilan yomg'irda yurib bo'ladimi? Bunga nima bo'ldi? Mayli. Bera qol jonginam. Shamsiya bilan bekorchi ishimiz bormidi? Shunchaki buni reklama uchun qilgandik-da. Bu nima qilganing? Opasi ham shunday buning. Boshqa bittasi bo'lgandami? Meni millioner qilgan bo'lardi. O'g'lim, unday qarama, odamlar bezovta bo'lyapti axir. Narigi tomonga ishchilar orqasiga bir oyna qo'yaylik. Shunda monitorlarni ko'rardik. O'zlarini xuddi ishlayotgandek tutishyapti. Aslida unday emas. Bir qarasang kart o'ynashadi, yana bir qarasang ruletkami. O'g'lim, senga nima bo'ldi? Dada, bu nima deganingiz? Shirkatni boshqaruvni qo'lga olishim bilan inqirozga uchrashini xohlamayman. Bularga ko'z yumib keta olmaymiz. Kuzatuv kameralarini monitorlarga taratdim. 8 kishi o'yin o'ynayapti, yana 4 tasi xabarlarni titkilayapti. 3 tasi bo'lsa ishlagandek ko'rinyapti. Aytib qo'yay, bular ishchi emas, dinamitlar. Bizni portlatishlari aniq. Vazirni ko'rdingmi? Bu ikkalasini ko'rasan, hali Zeki juda katta odam bo'lishadi. Hammasini bularga ishonish mumkin. Shoshqaloqlar oilasi. Bu qanday bo'lishi mumkin? Aql bovar qilmaydi. Buni bir sababi bo'lishi kerak. Bunday bilimli insonni og'zini ochmasdan tushunish mumkin. Haqiqiy san'at asari bu. Ikki kishi birgalikda qanday qilib buni uddalash mumkin? Rostdan ham ilohiy bir belgi bu. O'zimga o'zimni ko'zim tegmasin. Shu go'zallikni qarang, ofaring. Xo'sh, nega meni bezovta qildingiz? Qadrli xodimlarimiz ortiqcha ishlashni xohlashmayapti, Farhod bey. Xohlashmaydi? Bu qanday gap bo'ldi? Avvallari sherning o'ljasi changalda deyishardi. Hozir arslon ham yo'q. Yeyishdi uni. Odamlar och, ortiqcha ishlamaymiz degani nimasi? Lekin janob, men homiladorman. Yo'q, biz yog'och qo'g'irchoqdan chiqqanmizmi jonim? Mening onam ham menga homilador bo'lgan. Biz ham bu yo'llardan o'tganmiz, lekin hech ishimizni ortga tashlamadik. Lekin Go'kan bey, tushunmadim. Juda charchayapmiz Go'kan bey. Men ham charchayapman. Har oy shu shirkatning moliya mudiri sifatida sizga millionlab pullar to'lash shunday charchatyaptiki, ba'zi kunlarda uyga borib majburan yig'layapman. Ortiq ishlaganimiz haqqini bermayapsiz-ku Go'kan bey.
Siz hech narsani shunchaki qilmaysizmi, Emre bey? Bular qanday odamlar, Farhad bey? Juda katta tenderga bir hafta qolganda shoshilaylik, ulguraylik, yaxshi bo'lsin deya ko'proq ishlaylik desam, uni ham rasmiy hal qilishmoqchi. Inson yaxshilik qilib javob ham kutadimi kecha? Yana shunday mo'jizadan. Efe Sultonning shirkatida odamlar sizni yarim maoshlaringizga ishlashyapti. Maoshini vaqtida olganlar qurbonlik suv ishyapti. U shirkatda suv ham pul, bizning shirkatda suv umuman yo'q. Ammo hech bo'lmaganda tashqaridan olib kelishingizga ruxsat beryapmiz, imkon beryapmiz. Yana nima qilaylik, a? Shirkatda turargoh ham yo'q, mashinada kela olmayapmiz, Go'kan bey. Og'ayni, maqsadimiz ham shu-ku. Kislorod hammamizga kerak. Piyoda yurishga o'rganinglar. Yana qancha sabr qilish mumkin? Otangizning shirkatimi bu? Ha, gapiringlar tezroq. Yo'q. Lekin men otamning shirkati. Men ishni sekinlatyapti deb o'z otasini shirkatdan haydagan odamman. Ish intizomi juda muhimdir. Bizga hamma narsadan ham ishlaydigan odam kerak. Dadam kelyapti. Mayli, dadam kelyapti. Bo'pti, ish boshqa, oila boshqa. Otaga hurmat ko'rsatish kerak. Mendan o'rnak oling. Qani endi hamma ishiga. Ha? Sen shu tugmalaringni oxirigacha taqsim. Yaxshi. Dada, xushyapsiz. Boryapman deb xabar bersangiz bo'lardi. Ishchilarni oldida uyaltirmaslik uchun qo'llaringni siqyapman. Qani, xonangga yur, gaplashishimiz kerak. Xo'p, bo'ladi, dada. Albatta, sizga 5 daqiqamni ajrataman. Otamsiz axir. O'g'lim, biz senga yaxshi namuna bo'la olmadik. Nega? Xuddi boshqalar sendan o'rnak olishsin dedik. Namuncha kerilasan. Qanaqa odamsan o'zi? Nafaqada tinchgina yashashga imkon bermaysanmi? Nima bo'ldi o'zi, dada? Bu odamlar seni quliymi? Bugun yakshanba-ku. Hammasi shirkatda. Nega ruxsat bermayapsan ularga? O'zlari xohlashmayapti, dada. Shunday issiqqina o'rinlardan turgilar kelmayapti. Bo'ldi, yetar. Yolg'on gapirma. To'g'risini ayting. Sizdan keyin ishlar yaxshi ketyapti. Biz ham ancha ulg'aydik. Siz menga hasad qilyapsizmi? Karlota Buratinasiga hasad qiladimi? Voy, yog'och polvon, seni nimanga hasad qilaman? Dada, o'zingiz guvohsiz. 1 yilda shirkatni 2 karra kuchli bir shirkatga aylantirdim. Bilasizmi? Onang ham seni qanday qilib 4 muchasi sog'lom bo'lib dunyoga kelishingda sababchi bo'lganligimni biladi. Shuni eshitmoqchimiding? O'g'lim, bu insonlarning ham hayotlari bor, oilalari bor. Biroz saxovat ko'rsat. Kerak bo'lsa ishlarni kamaytir, o'zing bajar. Bir boshliq yangi kelganida o'zi hammasini joyiga qo'yish kerak-ku axir. Dada, hamma tomon top-toza. Odamlar meni ishlashimni ko'rib turibdi-ku. Endi polga egilib o'zimni reklama qilishim shartmi? Qachon o'zingiz pol tozalagansiz? Qo'ysangizchi. Shundan uyaladi deb o'ylayapsanmi? Ko'rsa ko'raversinlar. Qayerda shu pol lattalaring? Shu yerdagi xonada edi. Mana hozir qarab tur. Obro'si to'kilarmish. Balki sen ham o'rganarsan. Men hozir kelaman. Shu tomonga qarang. Meni tanib oling. Gap ish haqida borganda, hatto o'z otamni ham ayamayman. Kelib meni qaytarib ishga ol deb yolvordi. Bo'lmaydi dedim. Bolaginam, kerak bo'lsa pollarni tozalayman dedi. Ana, ko'rib turibsiz. Kap-katta odam egilib pol artyapti. Mana shunday. Farhad bey, nima qilyapsiz? U otangiz-ku, bu shirkat sizga meros qolgan unda. Ishini 4 qo'llab quchoqlasin edi unda. Nima? Bu yer xayriya jamg'armasimi? Mayli, vijdonli odamman. Har holda otam. Borib boshqa ish beray. Shunda ham yerlarni chalartyapti. Hammasini o'zim o'rgatishim qoluvdi. Unday tozalanmaydi, mana bunday qilinadi. Qo'ying dada, nima qilyapsiz? Bo'ldi. Ko'rdingizmi? Dada, bo'ldi, nimalar qilyapsiz? Xudo haqqi. Bo'ldi, xatoimni tushundim, boshqa takrorlamayman. Barakalla o'g'lim, doim shunday bo'lsin. Agar ish og'irlik qilayotganlar bo'lsa, qo'ysin, o'zim qilaman. Ha, mana shunday. Meni boshqa kelishga majbur qilma. Bu odamga ham e'tibor berma. Ko'pchilik bilan emas, hammasiga o'zing erish. Xo'pmi? Yana boshlandi. 50-qavatdagi reklamasini mendan boshqa kim ham ko'rardi? O'zini ko'z-ko'z qilyapti bu. Menga suv ber, charchadim. Albatta, hozir. Nima o'ylayotganingizni bilaman. Bu odam yaxshi ko'rishga arzimaydi. Men ham boshimni o'tkazganman. Oling dedi. Xo'p. O'zi ham hali uni nimalar kutayotganini bilmaydi. Hozircha. Opa, yangiliklarni o'qidingizmi? Ha, o'qidim. Sen ularning yonidagi xabarlarni ko'rdingmi? Xabarlarmi? Dadam yozibdi. Ortgan taomlarni nima qilamiz deb o'ylamasdan hammasini bugun sotib tugatsangiz, dadangiz bilan oyingiz shu holida yana kechgacha ishlashga majbur bo'lmasdilar. Bu hech gap emas, aslida eng zo'ri. Endi keladi, qara, ajoyib yozgan. Farzandlar bor, otasiga Istanbulni olib beradi. Farzandlar bor, otasini nafaqa pulini qo'lidan oladi. Hech kimni farzandi bilan sinamasin. Eng chiroyli gapni menga aytibdi. O'tgan oy shu nafaqasini meni kreditimga to'lagandi-ku. Mayli, men ishga ketdim. Oyi,
Ha, dadam Facebookda sevgi munosabatlarida muammoyim bor deb yozibdi. Ha, unda sotib yuboribdi-da. Bizni mashinaga xaridor chiqqanda demak, shuni sotgan xayrli bo'lsin. Bu nimasi? Siz dadam bilan belgilar orqali gaplashyapsizlarmi? Ha, yo'q, hazil qilyapti. Pul topdim deyapti. Topgan puli 10,000 lira bo'lsa ham yaxshi albatta. Xudo haqqi bilgandek, meni qo'llarimga pul bermayapti. Sarflab qo'yar deb qo'rqadi. Qizim, men hammasiga ko'nikdim. Men ko'rganlar oldida bular nima bo'pti? Ozgina qoldi, birozdan keyin hammasi tugaydi. Muzaffar tug'ildi. Bolaginamjim, menga bering. Menga bering, o'zim kindigini kesaman. Doktor, qaychingiz kesmayapti. Doktor bir chorasini topish kerak. Qaychingiz o'tmayapti deyapman. Gipokrat qasamini ichmaganmisan? Bu yer sovuq. Bola kasal bo'ladi deyapman. Soqolimni hurmati yo'qmi? Qani endi? Qani? Qani? Baxt ham butun bo'lsin qarsaklar. Alloh umringizni ziyoda qilsin, Muzaffar. Tilanchi desam tilanchiga o'xshamaydi. Jinni desang unga ham o'xshamaydi. Ochko'z desa ham bo'lmaydi. Ha, uni ochko'z deymiz. Ha, sizni otangizni ko'zlari och, to'ymaydi. Rahmatli bobangiz Muzaffarni ko'rar ko'rmas qanday odam ekanligini bilgandi. Men bunga qizimni bermayman dedi. Lekin amallab ko'ndirdilar. Bittagina qizimiz ixchamgina to'y qilaylik deyapti. Isrof bo'ladi, apandim, isrof. Shundoq ham qarindoshlarimiz bilan arazlashganmiz, hech biri kelmaydi. Shu sababdan uy ichida ham bo'laveradi to'y. Ertalabdan beri bir gapni qaytaraverib charchab ketdi. Unda tanga tashlay qolaylik, nima chiqsa baxtingizdan. Mayli, unga tashlaymiz. Yozuv tomon tushsa katta to'y qilamiz. Bu insofdan emas axir. Kim olgan bo'lsa bersin, bu ochishchasi o'g'irlik-ku. Ha, bu nima deganingiz? Men havodan pul topdim. Xudo haqqi, havo ham siznikimi? Sotib olganmisiz? Men oldim. Olganimning sababi, ya'ni bir xizmatimizga. Bu nimasi bo'ldi, ha? Cho'ntagimdan olishyapti-ya. Ochiqchasiga to'nash bu. O'g'lim, ota bolamiz axir. Oramizda bunday ishlar bo'lib turadi. Oyi, siz dadamga telbalarcha oshiqsiz-a? Boshqacha bo'lishi ham mumkin emas. Voy, pullarim. Voy, siz qayoqqa yuguryapsiz? Nima bo'ldi? Kimga aytyapman? Hammasini 20 talik qildirdim. Ko'zga ajoyib ko'rinyapti. To'xta, shular bilan suratga tushib olay. Facebookka joylashtiraman, ko'rib, kuyib o'lsinlar. Voy sotqinlar. Meni ham qilishdimi? Go'kambey, Bering beyim. shu menga tikilgan bolani qarshimga keltir. Haqqimizni bermayapsiz degandiku, kelsin ko'ramiz. Mana hozir olib boryapman. Yoqqa yur. Ot. Hamishga qarasin. Quloqingizni yoping. Og'aylaring ishonyapsanmi sen? Ha? Qani endi yuzimga gapir, ko'raylik. Bir kamiga yotgan eshigingni rasvo qilishing qolganda. Eshikni yop. Nima bo'ldi o'zi? Ha, nima bo'ldi? Gapir, ko'zimga qara. Emre, shirkatga katta foyda keltirayotganingni tasavvur ham qila olmaysan. Gapir! Ferhat bey, josusligimni sezib qolishadi deb juda qo'rqyapman. Qo'ysangchi, qayerdan bilishadi? Shuncha oydan beri shubha ham qilishmadi. Sen ular bilan ishdan tashqarida ham ko'rishyapsan. Biz haqimizda yomon gaplar aytishyaptimi? Hammasini yaxshi bajarsak-da ishimizda kamchilik bordek his qilyapman. Bu borada juda ajoyiblar. Sizning familiyangizda bo'lganlarni bir aniqlab, sizni ularga Istanbulning xuddi 4-ko'prigi deyishyapti. Menga ish qoldirishmadi albatta. Men ham o'z ishimni Yetarli. Bizni ortiqcha maqtama. Shundoq ham yaxshi bajarding. Ferhat bey, endi bas qilsakmi? Meni sezib qolishsa, Bunday bo'lmaydi, Emre. It ham yotgan joyini tozalaydi. It ham joyini iflos qilmaydi. Ebrod yopishsangchi orangizda men ko'rishyapti. Oyna nega qo'lga tushsan nega? To'yinda kelib o'zini tozalab ketadigan bir faroshdek ko'rinasan ularning ko'ziga. Ko'zdan qo'rqqan o'yinni buzadimi? Hayotda qo'lga tushmaymiz. menda bu xonani hatto kaliti ham yo'q. Aytilganida balki tozalarmidim. Qani yo'qoling bu yerdan.
O'zingizni o'ldiraman. Daf bo'l. Yana osti burningni qonatman yana. Tarbiyasiz. Kayfiyatim joyiga tushdi. Ularni tushlikdan so'ng ularga jo'nat. Biz ham ikkimiz uyga borib, Shu bugun tonggacha ishlab shu tenderni qo'lga kiritaylik, Efe Sultan. xush kelibsan. Yoqimli ishtaha. Marhamat. Qani o'zingga kel, hali ishlashimiz kerak. Ko'zlarim ochildi. Rahmat Go'kan. Biroz qahva. Nima qilyapsan? Qahvani yeyapsanmi? Muz olsak bizga to'g'ri kelmas edi. Bunisi yaxshiroq qitir-qitir. Yaxshi o'ylabsan. Men oyoqlarim ham bo'shashib ketyapti, hatto o'zimni topa olmayapman. Shundoq ham sovuq qoldi. Yo'q, sovmabdi. Yo'q, juda. 5 hissiyotingdan biri yo'qolibdi. Yana nimani sezmayapsan, ko'ppak? Yo'q, hatto hidini ham sezmayapman. Voy, bittasi emas, ikkita sezgi organim yo'qolibdi. Ferhat, seni ko'zlaring ham oqishni boshlabdi. Go'kan, bu ko'zlarni haligacha ko'rishga qoyilman. 3 kundan beri uxlamadik axir. To'g'ri aytasan, Dahoginam. Oy. Yoqimli ishtaha. Diqqat, tezda aloqaga chiqing. O'g'rilik sodir bo'ldi. Hoy qiz, seni vazifang emas-ku, qayoqqa ketyapsan? Lekin meni ishxonam. Bu nima bo'ldi? Kalitlar? Shundaymi? Tugadimi? Hisob-kitob tugadimi? Qudratli texnikangdan nima chiqdi? Qani? 3. Javoblar e'tibor qiling. Bursaning eng katta yashash maskanlari 800 yillik eng katta tenderda taklifingiz nima deb so'rashganida 3 deymizmi? O'ylab o'tirmang, bizni chetlatishadi tenderdan. 3 nimasi og'ayni? Hisoblashda xato qildim shekilli. Hali hisoblashga ulgurmabsan-ku, 3 raqaming bilan maktab bolalarida hisoblaysanmi, a? Nega tushunmaysan? U nima bo'ldi? Uyda mushukka balo bor. Shu eshikni yopsangiz bo'lmaydimi, a? Og'ayni, bularni gaplashdik-ku. Hech qanday mushuk yo'q, ko'zimizga ko'rinyapti. Bu odatiy hol. Men ham hozirgina yotoqxonaga kirishda ko'rdim. Ammo xuddi haqiqiydek edi Go'kan. Mushuk menga qarab ko'zini qisdi. Bugun Xudo haqqi nima qilding dedi. Mushukmi? Ha, gapirdi. Seni ham sezgi organlaring yo'qolyapti, Ferhat. Ko'z quloqlaring yo'q, endi nima ham qilardik? Ha, har birimiznikidek foydalanamiz. Men seni ko'z quloqing bo'laman, sen men uchun og'zing va burningni berasan. 5-sezgi organi haliga nima edi, anu 5-til? Til. Mumkin bo'lsa uni ko'p charchatmaylik. Aks holda tenderni qo'lga kirita olmaymiz. Mendan yaxshigina maslahat. Uyda tungi kiyim bilan o'tirmang. Muhabbat kutilmagan joyda eshigingizni qoqadi. Xona xizmati bo'lsa kerak. Go'kan, yigitlar qayerda? Bu yer uyku, mehmonxona emas. Hatto aqlingdan ham ayrilibsan-ku. Qani o'tirchi. Politsiya! Qarasang-chi, politsiyadan deyaptimi? Politsiya? Og'alar, shu eshikni ochmanglar, politsiya kirmay qo'ya qolsin. Mushukka hech o'xshamaydi. Ko'zimizga ko'rinmayapti, Ferhat. Bo'ldi, tushundim. Men yotoqxonaga kirganimda hech kim yo'q edi. Yo'q, og'a.
Ko'rdingiz-ku, ko'zimni ham qisib qo'ydim-ku sizga. Esingizdan chiqdimi? Eshik jiringlagandi. Men eshitdim, senchi? Og'alar hech qanaqa eshik jiringlamadi. Men hech narsani eshitmadim. Ishonchingiz komilmi? Qanday qilib? Orqamdami? Ha, demak, orqamda. Yaxshisan. Eshikni ham men ochaymi? Ha, hozir. Komissarim, siz qachon kirishga ulgurdingiz? Qani, buni olinglar, holati buzilmasin. Shu ko'rinishda yukxonaga qo'yinglar. O'shanga moslab tayyorladim. Bu qiz o'rni stulda taxlab tashladi-ya. Xayol emas, ya'ni sen ham ko'rding hammasini. Qanaqasiga? Orqamdami? Ha, demak, orqamda. Yaradana kurban, yaradana, yaradana, yaradana hayran, yaradana, yaradana, yaradana kurban, yaradana, yaradana, yaradana hayran, yaradana, yaradana, neresine kurban, neresine, sinesine beyaz, sinesine, neresine kurban, neresine, Ha, ko'rdim albatta. Jim tur, men hali ham ko'ryapman. Roziman. O'g'lim, shoshmang, qizdan ham so'raylik. Roziman. Men ham roziman. Roziman. İlk ko'rishda muhabbatga ishonmasdim. Bu boshimga tushganda aksi bo'lib chiqdi. Ko'p muhabbat ilk ko'rishda boshlanarkan, ekan, faqatgina ba'zilarimiz buni sezmay o'z vaqtida keldi deymiz. Beylar, ko'zingiz ochiq-ku. Qanday qilib o'g'rini sezmadingiz? Balki sezmagan bo'lishimiz mumkin. Bu masala biroz chalkash. Xonim, biz bu yerda ishlayotgandik. Ferhat. Efendim kusura bakmayın böyle kilotla açtık ama. Kilotsuz açanı da gördük, dert etme. Hikmet abi. Pardon Elif komiserim ama gördük. Efendim şimdi biz tam şu tarafta çalışıyorduk. Daha sonra zil çalınca şu tarafa doğru yönlendik. 2 tane çıkış kapımız olup Gökhan giydirdi. Eşyalarınızı siz bir kontrol edin. Agar biror narsangiz yo'qolgan bo'lsa, shu nomerga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Tuningiz osida o'tsin. Sizga ham xayrli tun. O'rni ham ko'rdik, lekin taslim bo'lmadik. Mayli, hammasi yaxshi. Hammasi yaxshimi? Hammasi joyida, bo'rdek sergakman. Voy, nima bo'ldi? O'zi bir soniyaga ko'zdan yo'qolding. Nima bo'ldi? Hoziroq tez yordamga qo'ng'iroq qilaman. Tinchlikmi, Go'kan? Nega tez yordam chaqiryapsan? Ferhat, meni qo'rqityapsan. Charchagan bo'lsang, odamga o'xshab yot. Endi aniq chaqiraman. Kimga qilyapsan? Nima ishing bor, a? Nega meni asabimga o'ynayapsan, a? Yotsang yot. Haligini ko'rdim-ku. Menimcha shundan o'zim tutolmayapman. Mayli, chaqira qol. Qani sekin ol. Orqaga. Ha, ol, shunday yuraver. Bo'ldi, shunday. Qoldir, ofarin. O'chirib pastga tush. Bo'ldi.
Shunga orqa kamera joylashtir degandim. Ko'rib bo'lmayapti. Nega haydovchini uyga jo'natding? O'zi boshqarsa bo'lardi-ku. Bu shirkatning tez yordami, sen esa shirkatni boshlig'isan. Seni boshqasidan ko'rganda gap ko'payardi. Axir endi meni tushungandirsan. Yana hushingga ketdingmi? Bu qanday kasalxona? Yerlarni tozalab qo'yishsa bo'lmaydimi? Og'zimdagini ko'rmaysanmi? Ovozingni boricha baqirmasang-chi. Kela qol, yaxshisi o'zim qarashib olaman. Turxon. Go'kan, men uxlayapmanmi? Uxlab qoldimmi? O'ziga keldi, doktor, o'ziga keldi. Ha, pishillab uxlayotganda mana uyg'ondi. Doktor bey, hech muammo yo'qmi? Tashxis qanday? Hech narsa yo'q. Qorning bezovta qilgan. Qornim bezovta? Bu tibbiy tashxismi? Ancha kunlar oldin yeganlaring seni bezovta qilgani ko'rinib turibdi. Qara. Tanang yig'layapti. Endi unchalik yosh emassan. Oxirgi marta qachon bunday odatiy 7 soat uxlading? Qani, shu savolimga javob berchi. O'tgan hafta. Bu shu qadar shafqatsiz bo'lasanmi? Bu tirik jon-ku. Otangning shirkatini shunday litseydagi simdoshlaring bilan to'ldirsang, shunday muomala ko'rishing aniq. Tushunmadim. Otangning shirkatlarini aytyapman. Gaplarini tushunsanchi endi, Go'kan. O'g'lim, seni ishing shu. Nimaga asabiyni ko'rsatasan, ha? Unda shoshilish doktorga boring. Bu odam nega meni uyimdan chaqirtirdi? Shu bolaga qara 2 kun oldin sunnat bo'lgan, afsuski ishlarni yaxshi eplashmagan. Yana biroz ko'proq suv ichib qo'yibdi. Ha, keragidan ortiq suv ichib qo'yibdi. Ahvoli siznikidan og'ir, lekin g'ing Meni ahvolim juda ham og'ir. Hozir seni yeb qo'yaman. Qo'rqma, hech narsa bo'lmaydi. Shunchaki biroz qizargan bo'lsa kerak-da. Qani men bir ko'raychi. Bu nima bo'ldi? Ferhat bolani jarohati juda katta, rosa qiynashyapti bolani. Rosa o'rab chirmashibdi. Bular usta emas, mol doktori ekan. Gapirdi. Bobo! Yana bobo dedi. Bola gapiryapti, nima bo'pti? Bobo deyapti, tili chiqdi bolani, tili chiqdi. Tili chiqdi. Nega bolani yig'latyapsan? Qara, bu yerda nima bor? Qara. Ko'rdingmi? Bu haqiqiy. Senga so'z beraman. Sog'ayib ketgandan keyin haqiqiysiga mindiraman. Kelishdikmi? Ishonma, seni aldayapti. Shuncha yildan beri meni mindirgani yo'q. Jim bo'l, bu bola oxir bola. Bolani aldashni bas qil. Bas qilsang-chi endi. Yana yig'latingiz, qani jo'nang endi. Yana bir marta qaytarchi? Bu yerdan yo'qoling dedim. To'g'ri eshitman. Eshik bu tomonda-ku. Rostdan ish berdi. Juda ajoyib. Juda ham. O'g'lim, nega yig'layapsan? Nimaga yig'layapsan? Onang bilan xolang kelgan ekan, ularni olib chiqay degandim. Mana shu yerdamiz. Muzaffar, o'zim tushaman dedim. Siz nega ortimdan keldingiz? O'g'lim aqlli bola bo'lib Serapni kutdimi, a? Ha, Muzaffar, endi nevarangni yelkangda ko'tarasanmi? Nima bo'ldi, Hikmat og'a? Hasad qilyapsizmi? Vaqtida kelganda sizni ham yelkamda ko'taraman. Alloh o'z vaqtida chaqirsin huzuriga. Kattamiz siz axir. Dada, nima qilyapsiz? Nima ham qilardim, do'stim bilan hazillashyapman. O'zimizni qassob ko'tarmadingmi? Shu odamni hech ham yoqtirmayman, bilasanmi? La'natlanganmi nima balo, o'lmayapti, ketmayapti. Hatto Alloh ham qabul qilmayapti uni. U ham hazar qiladigan bir odam ekan. U meni otam bo'ladi. Bu bola nimaga yig'layapti? Nima bo'ldi? Yana Og'a, men ham hazil qilgandim, kechirasiz. Elifning do'sti doktor O'nay bo'laman. Obbo, shunday qilmagin axir. Qo'llaringizni o'pay. Mayli, o'pa qo'y. Yaxshi. Yaxshimisiz? Ahvollaringiz qalay? Yaxshimiz, g'oyatda yaxshiman. Qoyil kuyovimiz ham doktor ekan, mayli endi yoshlarni o'zi biladi-da. Nima qilamiz? Dada, iltimos, bas qiling, unda emas. Biz do'stmiz axir. Do'st bo'lsangiz nima bo'pti? Meni eng yaqin do'stim onang bo'ladi. Necha yillardan beri yeb ichganimiz o'rtada. Hoppa, yana boshladi shu gaplarni. Men o'lik qiyofasiga kiraman, maylimi? Boshida do'st bo'lganingiz yaxshi, aks holda bir-biringizdan taniy olmaysiz. Qonunda ham belgilab qo'yilgan, o'zing yaxshi bilasan-ku. Opa, hech bo'lmasa siz shunday qilmang. Nima qilyapsan?
Ko'rmayapsanmi, mashina boshqaryapman. Gunoh-ku bu. Aslida sizlarga nima? Kechirib qo'yasiz. Sen turmush qurgan odamni o'g'lim deyman-ku. Bu meni ham qiziqtiradi. Bunga meni ham haqqim bor axir. Bilsang agar. Aslida men ham pochcha deyman. Menga ham doktorlar yoqadi. Shunday ekan men ham bunga haqqim bor. Barakalla, yasha bor. Davolanishga retsept yozdirib olamiz. Axir dorilarni retseptsiz bermaydi-ku, dada. Yashang qizim, ofaring. Siz otangiz bilan shunday o'yin qiling. Aslida seni shu bir qarish tiling bo'lmaganda edi. Xo'sh bo'lmasa nima bo'lardi? Ha, nima bo'lardi? Ering bilan ajrashib, ikki bolang bilan boshimizda turmasding demoqchimisiz? Ayting, qani ayting. Buni nima aloqasi bor? Nega unday derkanman? Ha? Shu yerdan o'ng yuramiz. Yo'lni bilaman, dada. Yigitchani ko'ryapsanmi, og'ayni? Bir yilda qilgan ishlaridan aqlidan shoshib qolyapsan. Men go'zalman, ajoyibman demaysan, xo'pmi? Go'zallardan go'zal bor. Hoy bola, o'zingga qara. Bu qiz sen o'ylagandek emas. Men ham shu haqda gapirib turgandim. Bu boshqacha deb. Aqlimni o'g'irladi, aqlimni. Qayerdan topding buni? Nima bu? Sen hech qachon bila olmaydigan manbalardan. Sen kap-katta boshliqsan, og'ayni. Atrofingda odamlar bor, boshingni og'ritma. Shu o'yindan voz kech. Endi yetar. Ferhat. Bu qiz mamlakatning eng yutuq politsiyachilaridan biri. 25 ta maxsus topshiriqdan 29 tasini muvaffaqiyatli tugatgan. Yoki u qiz hisoblashni bilmaydi, yoki orada boshqalarning ishini ham hal qilyapti. Ha, ishini mendek sevarkan. Yana-chi? Bir o'zing qarab ko'rsang-chi, bu qiz o'rnak bo'lishga arziydigan inson. Bolalarimga buni qanday aytaman? Fransuzcha, italyancha va fors tilini ham bilarkan. Unda sayohatga borganimizda yangang gaplashadi. Men cho'zilib yotaman. Voy. Sen hayotimni bitirding, hayotimni. Umrimiz bo'yi ishladik, mehnat qildik, eng katta loyihaga oz qoldi. O'zingni qo'lga olsang-chi, Ferhat, sevib qolmay ish qilib, maylimi? Xo'p degin. Bu yemekxonaning nima aloqasi bor? Otasiniki suyuq taomlari juda mashhur ekan. Elif komissar ham bo'sh vaqtlari shu yerda bo'lar ekan. Men surishtirdim. Sen bormaysanmi? Qayoqqa? Ayting-ku. Nimani? Suyuq taomlar deding. Elif kelishi mumkin ekan. Manzil so'raymiz. Yur. O, aniq bilaman, bir manzilni so'rashga kelishdi o'zlaricha. Eshigi g'alati ekanmi? Hayli kun janob. Og'zingni ochma. Men pochtashimanmi nima? Bilmayman u manzilni. Qara, nima deb yozilgan? Manzilni mendan so'ramang. Afandim, biz manzil so'ramaymiz. Boshqa ish uchun keldik. Xo'sh, nima uchun keldik? Afandim, men LSI shirkat birlashmasi rahbari Ferhat bo'laman va bizning shirkatda insonlar ovqatlanishadi. Ishchilarimiz uchun taom buyurtma qilgani keldik. Maqsadimiz kichik tadbirkorga foyda keltirish. Men hozir kelaman. Voy, kimlar kelibdi? Xush kelibsiz, janob. Men Muzaffar. Bu qanday ifor bo'ldi? Yasminli sovunmi? Atir afandim. Men hozir. Menga qara, pichoq olib chiqmasin yana. Tushunmadim. Biz kimmiz? Bu nima bo'ldi? Aqlimni boshimdan uchirdi-ya. Shunday kuyoving bo'lsa bormi? Yuking yerda qolmaydi. Barmoqlariga qaradim, uzugi yo'q. Atirini xushbo'yligini aytmaysam. Judayam zo'r. Judayam. Atirini hidi zo'r. Nima bo'ldi, Muzaffar? Kim bo'lsang-chi, xotin. Baxt qushi eshigimizga keldi. Xudoyim chekkan iztiroblarimning mukofotini shu dunyoda beradi. Unutmaydi. Janoblar, qani marhamat qilinglar, shu tomonga o'tinglar, tashqarida turmanglar, ichkariga kiringlar, marhamat. Qani, bu tomonga. O'tiring, keling. O'tiringlar. O'tiring. O'tiring. Janob, bizni ham ishni deb 2 daqiqa o'tirishga vaqtimiz bo'lmaydi. So'ragan aybi yo'q, kelishdan maqsadingiz nima edi? Janob, bizning shirkatda ishchilarimiz bor.
Shirkatimizga taom buyurtma qilish uchun kelib tanishaylik. Albatta, biz taom yetkazib beradigan 2-3 ta ishxonalar bor. Ular bilan ham hammasini kelishib ishlayapmiz. Bu ishlardan xabarimiz bor. Shirkatingizda nechta odam bor? Taxminan 1500 ta. Xotin, dorimni olib kel. Hozir ketib qolaman. Ey bola, sen yuragimni nima qilding-a? Sen nima ish qilyapsan o'zi? Shu ro'paradagi ulkan bino meniki. Inshootlar quramiz. Osmon o'par binoing bormi? Xuddi xayolimdagidek yigit. O'g'il demoqchi edim. O'g'il farzand. Yoki sen Efes sultonning o'g'limisan? Efes sultonni uylanib farzand ko'rishga vaqti bormikin? Janob, bular Zeki atilganlikning o'g'li bo'ladi. Rasmiy uchrashuvdamizmi? Men hech kimning o'g'li emasman, shunchaki Ferhatman. Ferhat, sen bilan ochiq gaplashaman. Mening bobom ham bir paytlar tadbirkorlik qilaman deb bittasidan 10 ming lira qarz olib Istanbulga boribdi. 20 yildan keyin salkam 700 ming olib yana qulog'igacha qarzga botibdi. Bir uyi bor edi. Shunday olib qo'yishdiki, mollarni sotib yuborishibdi. Ya'ni biznikilar biznesni yaxshi tushunishmaydi. Men bularni hammasini bir so'rab ko'ray, xabarni beraman, maylimi? Albatta, afandim. Maqsadimiz kichik tadbirkor foyda ko'rsin. Ajoyib. Iforli kelishgan yigit. Xush kelibsan. Qizim, xush kelibsan. Ha, dada, bu qaysi boyvachchani mashinasi ayting olsin, yana boplab chizib ketishmasin. Qizim, mashina bizni himoyamizda, xavotirlanma. Mashinani aytmayapman, boyvachchani aytyapman. Nima ishi bor bu yerda uni? Xonim, mashina bizniki. Biz ham ketay deb turgandik. Bu yerda mashina qo'yadigan joymi? Bu do'konimiz oldini yopibdi. Kimniki bo'lsa ham olib ketsin. Qizim, nega shu mashinaga yopishib olding? Xuddi ko'rmagandeksan-a? Aytish uyat, lekin kechagina shuni bittasini sotgandik-ku. Bu bola? Elif xonim. Ana, o'yinchoqni shu amaki bergandi, xola. Xola? Ferhat bey. Xudoyim, siz tanishmisizlar? Ha, afandim, ularga bir rahmat qarzimiz bor. Qalay, yaxshimi hammasi? Yaxshi, rahmat. Siz nega keldingiz? Biz bir ish taklif bilan kelgandik. Muzaffar bey juda maqtab yubordilar. Sizni bu ishga mas'ul odamingiz yo'qmi? Bo'lmasligi mumkinmi? Mingdan ortiq. Lekin kimga ham ishonardim? Ish joyimni shaxsan o'zim tozalayman, xonim. Ha, mayli, unda sizni ko'p vaqtingizni olmaylik. Muzaffar bey, ko'rishguncha. Xudo xohlasa, albatta. Hammangizga xayrli kunlar. Sen qanchalik shirinzada ko'raylikchi, katta bo'lsang kim bo'lasan? Maydalovchi. Javobimni oldim, aqlli bola ekan. Demak, tanishsizlar-a? Hozir xursandchilikdan o'lib qolaman. Dada, shunchaki uni uyidan o'g'rini ushladim. Tanimayman, bilmayman. Bilishingiz shart emas. Vaqt kelib yaxshilab tanishib olasizlar. Bir-biringizni. Men onang bilan eski usulda turmush qurganman. Ko'chada ko'rsam ham tanimasdim. To'g'risi, onang opangga homila paytda ham ismini yaxshi bilmasdim. Sezib qolmasin deb xonim derdim, hozirgacha shunday. Balki ismini hozir ham bilmasman. Serat. Onamning ismi Serap, dada. Siz kechagina doktor kuyovim bo'ladi degandingiz-ku. Qo'ysang-chi bu gaplarni shamol uchirsin. Tavba denglar, doktor beymish. Men shu yigit tomonida bo'lishni afzal ko'ryapman. Albatta yana qizimni o'zi biladi. Kelishgangina ekan, ya'ni yomon emas aslida. Men jiddiy aytyapman. Gap so'zlari joyida. Menimcha ham men ham unga ovoz beraman. Lekin bizni qizimizni nima qiladi u? Qizim, biroz o'zingga qarashni o'rgan. O'zingni tutishni o'rgansang-chi, xotin kishi bo'lganimdami? Sizga nima bo'lyapti yana? Tavba. U ham ilk ko'rishda meni sevib qoldi. Faqatgina buni tan olmayapti. Biroz vaqtga ehtiyoj bor. Qani endi Elif bilan biroz vaqt o'tkazsam. Tilaklaringizga ehtiyot bo'ling. Bir onda haqiqatga aylanish mumkin. Jim tur, dadam qilyapti. Alo, Qo'rg'ondan qo'ng'iroq qilishdi. Qaysar qiz yana qochibdi. nima? Qanday qochibdi? Shu bir kun borsak bo'lardi. Menga qara, bu ishning orqasidan yana sen chiqmaysan deb umid qilaman. Ot, u dada ot. O'sha Qaysar qizga nima qilgan bo'lishi mumkin? Sizningcha men qanday farzand? Hozir politsiyaga qo'ng'iroq qilaman. Agar bu sening ishing bo'lsa, xafalashamiz-a? Dada, qo'ysangiz, shuncha ishim turganda
Iltimos, siz politsiyani bezovta qilmang. Men o'zim shug'ullanaman. Qaysar qiz meni eng sevgan otim u. Men mamlakatning eng yaxshi politsiyachisining otasini taniyman. Bu ish menda. Shunday. O'ylagan ishimni qilmaysan har holda. U oddiygina ot emasdi. Men do'stim, sirdoshim edi. Sodiq do'stim edi. Endi hayotim avvalgidek bo'lmaydi. Men ham o'zimda emasman hozir. Ferhat Bey, biroz vaqtingizni olsam maylimi? Umrimni so'ra beraman jonginam. Dardimiz buyuk, shu sababdan Qaysar qizim uchun har narsa fido bo'lsin. Xonim, bu yerlarning hammasi bizniki. Qo'rg'on-mo'rg'on bir bahona. Bo'sh foydalanmaydigan yerni ko'rsak zudlik bilan egallaymiz. Bu ishlar bilan Gokan shug'ullanadi. O'zimni tanishtira olmadim, uzr. Men LSE shirkatlar uyushmasi rahbari Ferhatman. Shunday. Ha, bu otangizni shirkati emasmidi? Men ham yoshligimda otamning ishxonasida ishlardim. Keyin o'zim uchun asosiy ishni topdim. Endi u yerga xuddi mehmondek boraman. Elif xonim, bir xatomizni sezdingizmi? Nima qilishga harakat qilayotganingizni bilaman. Bekorga vaqtingizni sarflamang. Nima? Nima qilishga harakat qilayotgan ekanman? Tinchlikmi o'zi? Ko'zoynagini yechib, yanada chiroyli ko'rinishni o'yladingmi? Ko'zoynakni yechgach, aslida sen juda ham ochilib ketyapsan. Biroz desam, kamchiliklari ko'p ekan. Endi qarab ko'ramizmi? Imkon bo'lsa shu jonimni tezroq qaytaring. Bu nimasi bo'ldi? Bu nima bo'ldi? So'nggi 3 oy ichida ishga olgan odamlaringiz bormi? Bor. Umar og'ani olgandek xizmat uchun. Sodda inson, dili bilan tili bir, hamshaharmiz. Aslida undan hech narsa kutmaymiz. Shunaqa. Xo'p, siz ham o'zingizga sezdirmasdan ma'lumotlarni xodimlaringizga bering. Biz bir surishtiramiz. Jonim bo'lsalaringdan olardim, ammo ishimiz bor. Menga nima bo'lyapti? Menga nimalari bo'lyapti? Menga nimalari bo'lyapti? Nima. Men ham yoshligimda dadamning ishxonasida ishlardim. Keyin asosiy ishimni topdim. Qiz menga otasining ishxonasida o'ynab yurgan boladek muomala qildi Gokan. Men zudlik bilan o'zimni bu qizga isbotlashim kerak. Iloji boricha yaxshi tomondan. Umar og'adan shug'ullanyapti bu qiz. Ular o'zlari bilan o'zlari ovora bo'lganda biz otni topib, Umar og'ani sezdimi? Qiz uni qanday bildi ekan? Umar og'a o'rlabdimi? Qayerdan bilding? Kuzatuv kameralardan ko'rdim. Tasvirlarni o'chirayotgandim, sabab qoldi. Chunki men tasvirlar o'chirilgan dedim. Nimaga? Nimaga deysanmi? Hozir kirib ko'rsa yana bu ishni orqasidan sen chiqasan-ku axir. Nega tushunmaysan? Yig'ishtir qilig'ingni. O'sha otni ulardan oldin topishimiz kerak, Gokan. Bo'ldi, Gokan. Bu bola nima qilishni biladi. Umar og'aning mashinasini ishdan chiqarib, shirkat mashinasining kaltini beradi. Mashinada GPS bor. Biz ham bu yerda bemalol kuzatib yetib borgan joyda bosamiz, shu. Qanday? Xuddi har kuni qilib yurgan odamdek ajoyib reja tuzibsan. Tavba. Yo xudo. Endi yurmaydi. Umar kelyapti. Saqlan. Yashirin, berkin. Qilgan ishini qara, nima baloga aralashdik. Mashinani orqasiga berkin. O'sha yerda kutamiz. Bo'la qol. Xudo. Xo'sh, Ferhat, mashinani buzganding-ku, ana, yuryapti. Oshig'i tushunmadim, kuch bilan sug'urib oldim. Qanday yurganini o'zim ham bilmay qoldim. Akkumulyator qopqog'ini sug'uribsan-ku, mashinani ishdan chiqarish uchun akkumulyator qopqog'ini sug'urish kerak. Uzr, Gokan, ustiga yozib qo'yibdimi? Ha, yozilgan akkumulyator qopqog'i mashinani shamolda yana ham uchiryapti. Qara, uchishini qara mashinani.
Qani qaysar qiz. Sen surishtirib yuraver. Men esa mayli ko'ramiz, yugurgannikimi yo buyurgannikimi. Buyurganiki og'ayni, buyurganiki. Sen politsiyachi emassan-ku axir. Ya tavba. Nima bo'ldi? Nega yig'layapsan, ahmoq? Qo'rqishga hojat yo'q. Pastga tushib, u bilan odamga o'xshab gaplashaman. Sen oilamiz do'stsan, bir xato qilibsan, otni qaytar, hammasi joyida bo'ladi deyman. Ferhat, men unga yig'lamayapman. Qara, nima topdim. Dadam, bu mashinada qurol nima qiladi? Odamni quroli ham bor ekan. Avval bor edi, endi yo'q. Barcha nazorat qo'limizda. Sen uni qarindoshisan, Ferhat. Senga o'q otolmaydi. Yaxshi, lekin men qarindoshi emasman. Endi sen kallangni ishlatishing kerak, Go'kan Bey. Orqamga yashinishing mumkin. Yana qo'rqitaman deb seni otib qo'ymasin u. Ketdik. Voy, chiqish eshigi yo'q-ku. Qayerdan chiqamiz? Qayerdan chiq? Chopdik. Qani. Voy, tiqilib qoldim. Go'kan, men tiqilib qoldim. U bizni shu holda ushlasa yaxshi bo'lmaydi. Yana ovozim boricha baqirmay. Yordam berasanmi yo'qmi? Tezroq kela qol. Ovozingni ko'tarma. Hozir eshitib qoladi. Ko'rdingmi, artistliging nimalarga olib keldi? Sen havo ola olmayapsanmi? Men ham qoldim. Voy. Qimirla olmayapman. Voy, aniq tiqildim men ham. Voy. Tashqariga chiqishga urinib o'zini oynaga urgan pashshalardek bo'ldik, yaramas. Men o'tolmagan joydan sen qanday chiqasan? Shoshqaloqlik qildim. Men ham shunday qilganim yaxshi bo'lmadi. Xuddi qopqonga tushgandek bo'ldik. Shu holimda qarindoshi bo'lmasam ham meni otmasa kerak-a? Men sendan yaxshi ko'ryapman aslida, Go'kan. Biroz harakat qilsak ko'tarishimiz mumkin. Yelkangda ko'tar. 3 deb ko'taramiz. 1 2 bo'ldi. 3 degandan keyin. Shoshib qoldim-da. Uzr. 3 Qani. Uch bo'ldimi? Qochmadim. Qochmadim, shunchaki isnyapman. Ichkarida nima kutayotgani aniq emas. Qochkim kelsa qochardim. Kim ham qochmasdi. Men qochmadim chunki do'stlik shunday kunda bilinadi. Hoychim bo'l. Shu yergacha bir amallab keldik. Ichkariga kirib, Umar og'ani bir chetga tortib gaplashaman. Bo'ldi, o'zingni bos. Filmlardagi qo'rqinchli jinoyatlar shunday bir chekkadagi yakka uylarda tasvirga olinadi. Faqat qochsam qochib ketardim, og'ayni. Go'kan, ichkarida hech kim yo'q, faqat bittasi bor. Sen ham yura qol. Sen qanday xotirjam turibsan? Tinchlikmi o'zi, a? Muncha qo'rqosan. Ichidan kirib, eshigidan kirarmidi odam? Voy! Voy. Mana ko'rdingmi? Sen undan qo'rqqaning uchun o'zingdan qo'rqib ketdi. Endi nima qilamiz? Nimalar bo'lyapti? Umar og'a, qayerda yuribsiz? Sen silah mı çektin lan? Ben de adam ne coşkulu karşıladı diyorum ya. Ömer abi at çalmak nedir ya? Bak sen akraba sayılırsın. İndir silah, atıver kaybol git. Daha polis kız gelecek. Ben onu göreceğim, hava atacağım. Hadi. Ötmen çabuk at nerede? Bak bir daha sormayacağım. Konuş! Gökhan sana ne oldu lan? Acayip adrenalin doldum gülüm. Neredeyiz? Konuş yoksa sıkarım. Lan senin de bir aran yok, bir dur. At nerede abi?
Aa burada. Iye, shu biz zotimiz mi? Hayvonni psixologiyasini buzibsiz, o'zini sigirni biryapti. Og'uni nima qildingiz? Nima qildingiz? Og'ayni haqiqatdan ham otni psixologiyasi buzilibdi. O'zini sigirni bo'lyapti. Og'uni nima qildingiz? Og'ayni, noto'g'ri tushunma. Bu ot hayvon sifatida u yerda o'zini begonadek his qilayotgandi. Men ham otni tushunib, balki uni sigirlar orasiga qo'ysak unchalik yomon bo'lmaydi deb, uni ham rangini ularga o'xshatib bo'yashni ma'qul ko'rdim. Yo xudo, politsiya keldi. Xohlasang meni osib tashla, men esa qochdim. Sen qayoqqa? Ha? Odamni quvib nima qilasan, ha? Nima qilasan? Uni ortidan borib, ha? Gapir, nima qilmoqchisan? Kallangga qanday fikrlar keldi? Qani qo'llaring ko'tarlaring. Ko'tarlaring dedim. Ha. Tushuntirib beramiz. Siz o'ylagandek emas. Ferhatbey, Qurolmi? Qani tashla. Nega menga otyapsan? Shoshib qoldim-da. Komissarim, plastmassa o'yinchoq. Xitoyda ishlab chiqarilgan. ot shu yerda ekan. Uni bo'yab qo'yishibdi. Beylar, siz o'yinchoq qurol bilan o'g'irlangan ot oldida nima qilayotgandingiz? Qanday u qurol haqiqiy emasmikan? Men biroz avval shu o'yinchoq bilan qanday aktyorlik qildim, qon bosim tushdimi deyman. Mashinangizda ozgina novot yo'qmi? Men o'zimni yomon his qilyapman. Hozir hushimdan ketaman. Iltimos, o'ying. Ferhatbey, ishqilib bu ishning orqasidan siz chiqmang. Elif xonim. Uzr Elif xonim. Sizni Elif desam maylimi? Deya olmaysan. Yaxshi. Elif xonim, bu ot bo'lsa, o'g'irlagan odam qochgan bo'lsa, men bilan nima aloqasi bor? Nega orqasidan men chiqaman? Tekshirib ko'ramiz. Al bunları. Al 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 al. Al. Al at arabaya. Bir saniye ya. Öyle yaklaşmayın hayvana ya. Ürktü hayvan. Çekil. Çekil çekil. Kızım. Al kızım. Sakin ol. Sakin ol kızım. Ha? Çoktan. At sahibine göre kişiler. Psikolojisini bozmuşlar. Güzeller güzeli, deliler delisi. Ferhat'ın bir tanesi. Çıkar ki bu boya. Oh. Ha şöyle. Ya sakin ol ya. Yüzüler mi kızım seni? He? Kıyamam ben sana. Canım benim. Kızım. Bu nima qilganingiz? Katta amaldorlarimiz axir. Ma'mur bey, yo xudo, o'z otimni nega o'g'irlashim mumkin? Alloh. Qonuniga yordam berish uchun borgandik. Unda nega kuzatuv kameralaridagi tasvirni o'chirdingiz? Otni o'g'irlashdi deb sug'urtadan pul olish uchunmi, a? Xola, shunday qildingizmi? Voy, menga tegdi otaxon. Menga tegdi. O'g'lingizga tupuring. Amaki, tupingiz havoda uchun menga ham kelib tegdi. Xalaqit bermang, ishimizni qilaylik. Seni bu yerda nima ishing bor? Faqat oyoq ostida o'ralashasan. Ma'mur bey, men hibsda emasmanmi? Ha, shunday. Nega unda himoyangizda bo'lib shapaloyyapman? To'g'ri gapni to'qmog'i shunaqa bo'ladi. Otasidek bo'lib qolganman ikkalasini ham. O'z o'g'illarimdek ular. O'z o'g'lini tan olmadi-ya, o'g'limdek dedi-ya. Jim bo'l, yaramas. Sen kimga o'xshading? Uni urmang. Meni uning demoqchi edim. Katta boshliq bo'lsa bu. O, seni basharangni. Menga tegmadi. Yaramas! Menga tegdi-ku. O'sha joyda turib qanday qilib menga yetqazding? Gaping bo'lsa ichkariga kir. Ichkariga yur. O'zimdagi nafaqa nima edi-ya bu? Nimasi endi? Tongda mazza qilib o'tirgandim. Endi politsiyadaman. Derazadan sakrab qochgan yigitni odamlarim topishibdi. Umar beyni hali ham izlashyapti, ammo uni ham tez orada topamiz. Siz guvohlik hujjatini imzolagandan keyin ketishingiz mumkin. Hikmat o'g'a, zarur ishlarni qiling. Kech bo'ldi, men ham ketaman. Yemekxonaga o'taman. Ortda qolgani rost bo'lsin. Endi savolga hojat yo'qdir-a? Hech qanday savol qolmadi, tugadi. Uyga o'g'ri kirganini qachon aytmoqchi edingiz? Shu yerda bilishim kerakmidi? Dada, arzimagan narsa edi. Jim bo'l, ahmoq. Amaki, iltimos, tupurishmas qiling, sal qolsa urilib ketardi bechora. Bu nega qo'limdan kelmayapti? Zeki amaki, og'zingiz tupukka to'lib ketibdi. Sendan so'rayapmanmi? U qiz o'g'rini topdi, otni ham, sizni ham qutqardi. Oilaviy bir tashakkuriga qarzmiz. Unda hozir issiq rahmatimizni aytaylik, dadajon. Men Elif xonimning qayerda yashashini bilaman. Boramizmi? Ketdik.
Oqshom payti ehtiyojmandlarga ovqat berishyapti. Shuncha ish turganda-ya, yo xudoyim. Xuddi xayolimdagi farzand. Dada kiramizmi? Qani yugur Ferhat. Gaplashadigan birontasi bormikan? Kelin ham farzand hisoblanadi. Uni sendan ko'proq yaxshi ko'rishim aniq. Rahmat ey dada. Sovchilar ham keldi, men ichkarida bo'laman. Opa, to'xtang. Elif xonim, sizga rahmat deyishga ham ulgurmadik. Qabul qilsangiz xursand bo'lamiz. Bunga hojat yo'q. Men ishimni qildim. Yolg'iz o'zim qilmadim-ku. Butun xizmatchilar ishlashdi. Albatta, aslida butun boshli mahkamaga rahmat deyishimiz kerak. Tongda turib ilk qiladigan ishim shu bo'ladi. Avval sizga rahmat deyishni xohladim. Bularni olasizmi? Ularni men ola qolay. Bering. Rostdan ham ajoyib joyingiz bor. Bizni ham bir foydamiz tegishi mumkinmi? Yaxshi bo'lardi. Qani keling, o'z qo'llaringiz bilan yordam bering. Hech narsa kutmasdan bir yaxshilik qilish ajoyib tuyg'u. Shundaymi? Allohim, shu ish o'xshasa, so'z beraman uni tinch qo'yaman. Rahmat. So'rash balki xatodir. Ehson qabul qilasizlarmi? Ehsonmi? Ha. Aslida xato qilding. Biz xayriya jamg'armasi emasmiz. Yaxshilik qilish uchun nega endi yordamchimga ehtiyojim bo'lsin? Buni Xudo qabul qiladimi? Yo'q. Aslida juda ajoyib ish qilyapsizlar. Qalbing eridimi? Kim bilsin, seni qo'llaringda qanday imkoniyatlar bor? Sen ham o'z atrofingni go'zallashtir. Aslida mening hikoyam mana shu yerda boshlandi. Tushunishim kerak bo'lgan hamma narsa ochiq-oydin oldimda edi. Mayli, boshladik. Lekin men ham o'zimga Farhad, sen ham atrofingni go'zallashtir dedim. Ha, to'g'ri ko'ryapsizlar. Birdaniga 4 ta suv idishlarini oldim siz uchun. Endi shirkatda ham suv bor. Qani marhamat. Hayajoningizni tushunaman. Olqishga hojat yo'q. Qani muborak bo'lsin. Bir kechada shunchalar o'zgarib ketdingmi qizni do'koniga borib? Sen qayerdan bilding? Yaramas, meni kuzatib yuribsanmi? Ha? Yangilik emas bu. Kamida 30 yildan beri kuzatyapman. Hali shu loyihani qo'lga kiritaylik. Buni yana gaplashamiz sen bilan. Bafirchi. Buni hal qilamiz, ozgina qoldi. Aslida borib ma'muriyatga bir rahmat deylik. Kattagina gulchambar buyurtma qildim. Gulchambarni o'zini jo'natsak bo'lmaydimi? Biz nega borishimiz kerak? Balki Elifni ko'rarman. Voy. Tamommiz. Tamommiz. Ey Allohim, biz tamom bo'ldik. Kunimiz bitdi, bir ayolni deb. O'chirchaga keyin. Shu yermidi og'ayni? Shuncha go'zal narsalar turganda ma'muriyatga gulchambar nimasi bo'ldi, a? Ye, shuni tezroq bo'shat. Yaxshim shirkat mashinasida keldik. Shundoq ham chizilmagan joy qolmadi. Aytishim kerakmi, yo'qmi bilmadim, lekin bu mashina ham ijarada. Ehtiyot bo'lish kerak. Barchaga xayrli kun bo'lsin. Bir daqiqa diqqatingizni qaratsangiz, qarshingizda Farhad Bey. Janoblar, kecha minnatdorchilik bildirishga imkon bo'lmadi. Shu gulchambarni tashakkurimiz ramzi sifatida qabul qilsangiz. Tashqariga qo'ying, tashqariga. Shu tomonda gulchambar uchun maxsus joy bor, qo'yishingiz mumkin. Kechirasan, birodar. Hormanglar, og'aynilar. Voy, doktorimiz kelibdi. Odami erkagi kelibdi-ku, ko'zimizni nuri. Sevgilim, sog'intirib yording-ku. Xotinim bilan gaplashyapman. Odamni qo'rqitib yording-ku, bor tashqarida gaplash. O'rgildim. Haligi qornlar ochgandir. Ovqatga chaqirsam kelishga vaqtinglar yo'q, shunga o'zim kelaverdim. Hammangizga yoqimli ishtaha. Rahmat. Ovora bo'lsiz-da. Bizni xijolat qilyapsan. Qara, qaysi birini yoqtirishimni unutmam. Bu yerda nima bo'lyapti? Ko'ngillarni egallabdi-ku. Elif xonim yo'qmi? Biz bugun ovqatlanishga bormoqchi edik. Biz ovqatlanishga bormoqchi. Boshliq, nima qilyapsan bu yerda? Yopishma menga. Aslida o'zing bu yerda nima qilyapsan? Kasallaring kutmayaptimi? Kasallarimga ruxsat berdim. Xush kelibsizlar. Sizlar tanishmisizlar? Liseydan beri do'stmiz. Men uni boshlig'iman. Onay,
Meni ishim biroz cho'zilyapti. Shu ovqatlanishni 2 soatga kechiktirsak. Bo'ladi, albatta bo'ladi. Hech muammosi yo'q. Orqa ko'chadagi maskan o'z o'rnidami, o'zgarish yo'qmi? Bo'ldi. Ajoyib, unda ko'rishguncha. Olsun. Ferhat canım. Git ulan artık. Gökhan balım. Onay malım. Qani yuring, sizga ham ehtirom ko'rsataylik. Men choshmayman, Elif xonim. Chunki juda ochman. Bo'ridek. Ochlik qiynayapti. Men zudlik bilan ovqat yeyishim kerak. Nima bu? Uzr, Elif xonim. Yeguliklar ortig'i bilan kelganiga ochni to'ydirish savob bo'ladi deyishgan. Juda iltifotlisiz. Bunga rozi bo'lasiz. O'zim bilan olaman, sizga ham qoyil qolmadim, yaxshi qoling. Guldasta ham ish bermadi. Ichiga ko'kat solasanmi? Yo'q. Men mazza qilib yeyman. Biz mashinani qayerga qo'ygandik? Shu yerga. Ko'rmisiz, nima balo, bu yerga mashina qo'yish mumkin emas. Albatta, mashinangizni olishdi. Men aslida ko'rgandim. Gaplaringizni bo'lmasligi uchun indamay turaverdim. 5 daqiqaga kirgandik, motor ham ishlab turganda nega olishadi? Men chaqirtirdim-da. Hikmat og'a, bizni kech yoqtirmading-a? Taksim! Taksiga hojat yo'q, shu yaqindagi turargohga qo'yishgan mashinani. Rahmat, ma'mur bey. Yaqin emas, og'a ko'p yurishadi. Battar bo'lsin, doktorga qilgan munosabati uchun bu ham kam. Ha, to'g'ri aytasiz. Ablah, 40 daqiqa yo'l yurdik. Oyoqlarim uzilib ketadi, hozir portlab ketaman. Shu gulchambarni nega olib yuribmiz? Shuncha mehnat qilib gulchambar olsak-u tashlab yuboramizmi? Hayotimizda ilk marta rahmat aytgimiz kelgandi. Qilgan muomalasini qarab ularni. Oxirgi harakati qimmatga tushdi. Og'ayni, seni nimadandir jahling chiqdimi? Nimadan bo'lardi? Ana u doktorni deb jahlim chiqyapti. Uni oldida bizni izza qildi hammasi. Bari muttaham ekan. Ular Go'kambeyni bilishmas ekan. Hammasini abjag'in chiqaraman. Og'ayni, biznikiga oq mashina. Berler. Elif'le doktor yemeğe çıkıyor. Bize bile yakışmaz. Nasıl? Ne malum sevgi yolukları? Belki sadece arkadaşlar. Lan! Doktor seni öptü. Beni öptü. Kızı öpmedi. Belki bunlar küçücük akıllarıyla doktoru kızı yalamaya çalışıyorlar. Değil mi lan, kim bilir? Aklını kullan. Bere. O'tir. Menga qara, bir ish qilaylik, Farhat bey. Emrega qo'ng'iroq qil. Ular o'tirgan restoranga borib, ularning har bir gapini o'sha yerda yozib olsin. Bilib olamiz maqsadi nima ekan. Unga ishonib bo'larmidi? Maqsadi faqat yeb ichish. Go'kambey, Farhat bey, gul nimaga? Niqoblanish uchunmi? Ha, biz shunday niqob qilib yuribmiz. Go'kambey, iltimos, jazavaga tushmang. Sen bu harakatni menga qilyapsanmi? Ha? Ishonganing kim, o'g'lim? Yuqoriga qara. Bip bip. Bip bip. Bolakay, sen yurgan asfaltlarni men yotqizganman. Odam bo'lsang-chi. Emre, olg'a ish kutib turmaydi. Qani, bo'la qol tezroq. Borib loyihaga hozirlanay, shu ishni hal qil, aslo qonimizni yerda qoldirma. Bu gaplaringni qo'y, bola qo'rqyapti. Hoziroq yonlarida bir stol topib o'tir. Nima gaplashsalar menga bitta yoz. Ish bilan aloqali gaplarni ham qochirma. Belgili gaplashishlar mumkin. Sen tushunmasang men tushunaman. Sen soddasan, Emre bey. Qani olg'a. Hayda. Voy, yaramas. Hamma joyda qarshimdan chiqyapti. Efes Sulton. Shu ish tugasin, senga ham navbat keladi. O'sha loyihani qo'lingdan olmasammi? Qani gapir, nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Nima bo'ldi?
Nima bo'ldi? Gapirsang-chi, gapir. Nima bo'ldi? Nima bo'lardi? Ko'p ranjitmasdan shu ishni tugatdim. Yo tavba, o'tgan safar ham xuddi shunday deganding, Elif. Hoy, nima deding bolaga? Yaxshi otamsan, ajoyib insonsan. Barcha qizlar senga intizor debdi, Elif. Yanachi? Juda ham yoqimtoysan. Rasmingni internetga joylashtirsang, kamida 1000 ta muxlising bor debdi. Qiz bo'lsam, yugura-yugura senga kelib. Yo'q, shunday debdimi bolakay? Kayfiyat uchun sal bo'rtirgan bo'lishi mumkin. Tayyormisan? Asosiysi endi keladi. Men boshqasini sevaman debdi. Bilardim, xudo haqqi bilardim. Sevishmaganliklari aniq edi. Sevgan odami kim ekan, aytibdimi? Kim ekan? Albatta sevsanda, yana kim bo'lardi? Yana ishonch hosil qilish uchun yana biroz belgi berganida edi. Aniq bo'larmidi? Aniq bo'lardi shunda. Ha, beribdi. Boshdan oxirigacha meni tarafimni aytibdi. Doktor tuppa-tuzuk odam. Hech kamchiligi yo'q. Ya'ni senga o'xshamaydi. Yana o'sha gapmi, opa? Buni nimasi qizig'i? Inson o'zgarmaydi. Elif, erkaklarni o'zgartirishga urinma. Borligicha qabul qil, qara hoy qiz. Bu harakat meni qanday holga keltirganini bilasan-ku. Mayli, bularni qo'ya tur. Unga yana nima deding? Hatto sevganimni o'zi ham bilmaydi. Biroz telbaroq deb mavzuni yopdim, opa. Faqat shumi? Boshqa gap aytmadingmi? Yana nima deyishim kerak edi? Qizni hamkasblarda emasman. Meni sevgandan hatto o'zimning ham xabarim yo'q. Ko'raychi, bir ko'ray. Oho! Kattagina tayoq chiqdi-yu. Menimcha kalta yeysan. Mana, ko'ryapsan? Shu tayoqmi? Bir tomoni bo'rtib chiqqan. Xuddi o'zi yaxshigina to'qmoq. Kaltaklashlari aniq. Elif-ku bu. Elif harfi. Bu qiz meni taqdirim. Gokan, menimcha avval hech ham sevmaganman. Og'ayni men hayotim yo'ldoshini topdim. Nima tilagan bo'lsam amalga oshdi. Menimcha qalbim top-toza. Ha, top-toza. Menimcha ham qordek oppoq. Avval kech foydalanmaganing uchun momiqqina. Sen shunchaki vaqtdan beri kech qalbingga quloq soldingmi? Birinchi harakatida egasini topdi. Hozir yig'lab o'raman. Ha, hayotda ishdan muhimroq narsalar bor. Biz tugatdik. Tamom bo'ldik. Elif, seni shu telbanamo oshig'ing boyvacha erkatoy emasmi? Ismi nima edi? Mahmudmidi? Ferhat. Ha, ismini ham bilib oldik. O'zimga qoyilman-da. Hikmat og'a u haqida gapirganida eshitib qoldim. Ferhat uchun bir haykal topishibdi. Voy bu, senga ham yoqib tushdimi? Bizni uyni ayollarida Michelangelo virusi borligini u odam qayerdan ham bilsin? Elif, u hali yo'nilmagan toshdagi haykalni allaqachon ko'rgandir. Opa, yana oshirib yuboryapsiz. Unchalik yomon odam emas. Shundaymi? Yo'q. Mayli, unga ham yaxshi tomondan qaraylik. Hech bo'lmaganda dadam dunyoning eng baxtli odami bo'lishiga yaqin qoldi. Elif komissar, bezovta qildim, lekin yigitlar ot o'g'risini ushlashibdi. Siz so'roq qilishga tayyorlaning, men yarim soatda boraman. Guvohlarni ham chaqiring. Biz uni faqat shunday oyna ortidan kuzatamizmi, Ferhat? Boshqa hech gap yo'qmi, o'g'lim? Dada, nega qo'llaringizni silkityapsiz? Bizni ko'rmaydi-ku. Otni nega o'g'irladingiz? Ehtiyojim bor edi. Otgami? Yo'q, pulga. Tfu. Seni nimadan qisdik? Kimga sotmoqchi edingiz? Nega aynan qaysar qiz? Hech aytarmikin? Aytarmidi? Qarindoshlaring ustingdan arz qilishmadimi? Nega arz qilmas ekanmiz? Bu nimalar deyapti? Ma'mur bey, biz shikoyat qilmoqchimiz. Ikkita farzanding borligini ham aytishdi. Biri hali o'qir ekan. Sen aytdingmi? Bolasi bormikin? Qiz yaxshi ishlabdi. Ochig'i men Ferhatning o'rnida bo'lganimda ko'z yoshlaringga qaramasdim. Hech arzimaysan. Ha, shunday. Otni ham boshqa hayvonlardan hech farqi yo'q. O'sha odam o'g'irla degandi, men ham o'g'irladim. Kim aytdi? Qulufchining ko'r o'g'li. Menga qara. Xudo haqqi ismini aytmadi, faqat shuni bilaman. Odamning nomeri telefonimda bor, istasang ko'rishing mumkin.
Umar Bey sayrashni boshladi. Ish bizda, xavotirlanmang. Men sizga xabar beraman. Sog' bo'ling qadrdonimiz, ya'ni hurmatli komissarimiz. Ichkarida ajoyib tutdingiz o'zingizni. Juda hayron qoldik. Hayron qoladigan hech narsa yo'q. Men ortiqcha narsa ko'rmadim. Yaxshilikning haqqi har doim yaxshilik bilan. Yaxshilikning badali Faqatgina yaxshilikdir dedim o'zimga. Bugun bu yerda yig'ilganimizning ham sababi shu. bu safar hammasi kundek ravshan edi. Lekin men to'g'ri tushundimmi? Ha, mayli. Shu sababdan sizga biror narsa kutmasdan yaxshilik qilyapman. Suv, tuganmas manba, sizlar uchun bir chashma. Hayratdaman, hayratda sen avvalgi odam emassan. Boshida biroz o'ylanib qoldim, keyin aytdimki, Ferhat, endi sen eski Ferhat emassan. Umuman boshqa, yangi bir insonsan dedim. Insonlikning ham o'ziga yarashmaydigan bir qilig'i bor. O'ylab ko'rib ham uni hisobga oldim. To'g'ri. Mana. Agar og'zi bilan ichadiganlar bo'lsa, iltimos, navbat bilan kelaveringlar. Bugun shu ishni hal qilaman, Gokan. Borib qizni otasidan ruxsat so'rayman, keyin Elifni kechki ovqatga taklif qilaman. Avval meni qo'yib yubor, kech bo'lmasa bittamiz ishlaylik. Senga ehtiyojim bor, sensiz bo'lmaydi. Voy, Gokan, shokda qani ko'raylikchi? Kadifeli gelin çaydan mı geçti? Yanakları ala olmuş konyak mı içti? Ah konyak mı içti? Muzaffar Bey, xayrli kun. Sen kim bo'lding? Afting begonadek emas, lekin tanimadim. O'tgan kun Ferhat bilan birgalikda kelgandik. Yo xudo, ikki kishimidingiz o'sha kuni? Hech sezmabman-ku. Xush kelibsiz. Ferhat Bey, ishlar qalay? Nima bo'ldi? Kayfiyating biroz yo'qda-ka? Kam uxladingmi yoki qorning bezovta bo'lyaptimi? Qayerdan bildingiz buni? Qo'yaver. Kela qol. Kel. Nima qilyapsiz? Shoshmang. Astagfirulloh. Xudo haqqi chiqib ketdi. Chiqib ketdi. Senga o'xshaganni qanchasini ulg'aytirdik. Bu nima bo'pti bizga? Afandim, siz bilan muhim masala bo'yicha gaplashmoqchi edim. Shunga, Qani yigitcha? Bozorga borib bizga 100 gram ajoyib qurabiyalardan keltirsang. Gokan, biz muhim masala bo'yicha gaplashamiz. Sen tashqarida kutib tur. Pulni qolganini ham qaytarishni unutma. Bunday holi gaplashmaganimga ancha vaqt bo'ldi. Surbet ekansan, og'ayni. Yechilmaydigan muammo bor ekanmi? Men seni og'ang hisoblanaman, qani, gapir. Muzaffar Bey, holatim siz o'ylagandan og'irroq. Aslida siz ish dardida yonganmisiz? Aytishadi-ku, sen hech sevgi dardiga chalinganmisan deb. Sen hech bu yuragingdan tosh oldirganmisan? Ferhat, men 3 marta oldirganman. 3-sida o'laman deb o'yladim. Yerga o'tirib yig'ladim. Bilasanmi? Xuddi bundan o'lgandek bo'lyapman. Bo'ldi, qutuldim degan onda o'la olmagandim. Meni osonlikcha o'ldirishni xohlamagan. Bir narsaligini o'shandayoq tushungandim, Ferhat Bey. Avval emaklatar ekan, sen gaplarimni tushunyapsanmi? Shuncha dardni ortidan no'xatga o'xshagan bir narsa chiqdi. Lekin shunday yig'latadiki, bilasanmi, nima dedim? Oting meni o'ldiring, shulardan qutulay deb baqirdim. Muzaffar Bey, nega menga bularni aytyapsiz? O'g'lim, Xudo hali senga dard bermabdi, tushundingmi? Ammo afandim, gapirma. Shoshmang. To'xta dedim. Mening niyatim jiddiy. Gapirma bo'lma. Men bir soniya essanchi. Afandim, o'g'lim, sen badavlat odamsan. Shu gaplar senga hech yarashadimi? Bu gaplarni o'z usuli bor, e'tibor berib gapir. Xo'pmi? O'ylab gapirda. Afandim, mening niyatim jiddiy. Agar ruxsat bersangiz... Bermayman, ber olmayman. Nima uchun ruxsat berishim kerak? Tog'dek odam bo'lsang, o'zingga qarasangchi.
Senga rozilik bermagan qiz juda afsus qiladi, Ferhat. Ferhat, sen agar meni qizimga bir gap... Afandim, siz mendan ranjidingiz shekilli. Iltimos, noto'g'ri tushunmang. Men avval sizdan ruxsat so'rashga keldim, keyin qizingiz bilan gaplashmoqchi edim. Boshqachasi bizga yarashmaydi. Qani gapirchi? Elif xonimni kechki ovqatga taklif qilmoqchi edim. U bilan gaplashishdan oldin kelib sizdan ruxsat so'rashni xohladim. Xato qilibmanmi? Sulandı gözlerin yine dolu dolu bak. İşte bu haliyle beni diyor deli deli bak. İşte sulandı gözlerin yine dolu dolu bak. İşte Men hozir kelaman. Xudoyim, seni roziliging uchun 2 rakat shukr namozini o'qishga niyat qildim. Allohu akbar. Ferhat afandi, nima bo'ldi? Shu paytda nega u namoz o'qiyapti? Serabona, xayrli kun. Betulga qo'ng'iroq qilsam ko'tarmayapti. Bugun bolalarni olmoqchi edi. Xo'sh kelibsan, o'g'lim. Senga Muzaffar otang ham do'konga kelmagin deb aytgandik-ku. Hozir ko'rib jahli chiqmasin yana. Oyjon, siz menga qo'ying. O'g'lim, senga boshqa do'konga kelmaysan deyishmadimi? Ha? Oyimmi? Bir daqiqa, bu janob kim? Seni bilishing shart emas, mulozamatli yigit. Tinchlikmi? Afandim, bu oilaviy masala, iltimos siz aralashmang. Balki men ham shu oiladandirman, a? Balki endi menga bu ham tegishlidir. Senga nima? Gapir. Yo xudo, Betul hali bular ham bormidi? Aslida bilganimda qo'lim quruq kelmasdi. Mayli, sizga ham ayta qolay beafandi. Bugunni bolalarim bilan o'tkazaman. Bu meni otalik haqqim, ammo Betul hammasini bila turib bolalarni kech beryapti. Ataylar. Rostdan ham oilaviy masala ekan, men aralashmay qo'ya qolay. Nima bo'ldi? Nima bo'lyapti? Biroz kechiktirsa nima qildi? Ha? Nima bo'pti? Gapir, nima bo'pti? Ammo sizni aralashmaganingiz yaxshi, to'g'rimi? Qo'y shu qo'lingdagini tashla dedim. Bu yerda oila kattalari bor. Bularning oldida menga o'zingni ko'rsatma yaramas. Ferhat, shuni o'zimga qo'yib ber. Qani qochiblar? Siz to'xtang dada. Dada. Menga dada dedimi? Dada, bas qilsangiz-chi endi. Hozir seni. Dada, men hozir kelaman. Janob, meni eshitsizchi? Janob, men bunga o'zing majbur qilding. Ammo janob, iltimos qilaman, kerak yo'q. Senga qo'lim yetmasa, kamarlarim yetadi. Ustozing kim? Jeki Chanmi? Men bunday odam emasman. Otalik qilishga arzimayman. Betulga baxt tilayman. Ha, to'xta o'g'lim, sen xato tushunding. Qo'y ketaversin, lapashang. Shundoq ham 300 lira nafaqa berardi. Mahalladagi eng kam nafaqa. Bizda bolalarni nima qiladi bu? Hoy, yaxshimisizlar, bolalar? Tuzukmisizlar? Hoy, birodar. Hali biz o'lmadik. Qayoqqa ketyapsan? Yana biroz ursang-chi, bizni bu holda qoldirma, yaxshisi o'ldirib keta qol. Aks holda keyin pushaymon bo'lasan. Ferhatbek ajoyib mushlashar ekan. Sen o'ylaganchilik emas, bu bolaning qora kamari borligi aniq. Ha, senikidan farq qiladi. Gokan, sen boshingni tosh ko'ribsan, mashinaga chiq. Chiq. Sen uni muloyimligini noto'g'ri tushunding. Koshki mendan so'rasayding. U bokschi-ku axir. Qayerlaringga urdi? Ha, nima qildi? Bu tomonga. Shuni bu tomonga ham urdi. Kaltak yeyishing ham ajoyib ekan. Rahmat Muzaffarbek, soyangizda. Urf-odatlarimizga bo'lgan hurmating aqlimni oldi. Mayli, Elif bilan uchrashuvingga ruxsat beraman, lekin faqatgina shu safar. Mayli, qachon borasizlar? Elif bilan
Gaplashing, rozi bo'lsa albatta. Hali Elif bilan gaplashmadingmi? Bu ishing bo'lmaydi. Men qizni bilaman-ku. Juda qiyin ish bu. Yo'q. Ha, mayli, sen o'rningdan tur, demak, qalbini ichidan zabt etishing kerak. Shunday. Birgalikda harakatlanamiz. Xavotirlanma. Mukammal rejalarim bor. Kechasi ishing bormi? Voy bu, aytgandim chizadi deb, mashinangiz bilan ovora bo'psiz. Ajoyib zo'r. Havodan muhabbat ifori keladi-ya. Hay Muzaffar, siz nega bunday gaplarni gapiryapsiz tushuna olmadim. Shunday gap aytiladimi? Uyat-ku axir. Sen nega o'zingga olyapsan? Senga aloqasi yo'q buni. Gaplaringiz o'zingizdan sovuq. Boshqasini muhabbat iforlari kelyaptimi havodan? Menga ham aloqasi yo'q-ku buni. Nega unda menga tuhmat qilyapsiz? Meni iforimga nima qildi? Xotin, bas qilsang-chi, xudo haqqi. Bittada tushuna qolmaysan-a? Men nima deyotgandim? Bir narsani aytayotgandim-ku. Jonim, syurpriz bu, syurprizni. Kichik syurprizlar hayotda juda muhim aslida. Buni tushunish kerak. Yo, Xudoyim o'zing shifo ber. Kechalari kim bilsin, o'ldimi, qoldimi? Tavba, tavba. Bo'ldi-da, qo'ysang-chi endi. Bas qilsang-chi. Tez yordam bizni mahallaga keldimi? Ish qilib tinchlik bo'lsin-da. Voy, bizni ko'chaga kirdi-ku. Voy, Muzaffar, qo'shniga aniq bir gap bo'lgan. Bir ko'chada turamiz-u, xabarimiz yo'q. Bir kun rejam ish bersin dedi. Syurpriz degandim. Yo, xudo, bu nimasi bo'ldi? Nima qildi yana? Bizni uyni tagida to'xtashdi. Qo'shni, bu tez yordam kimga keldi? Rizo amakigami? Nega menga kelarkan? Nafasingni shamol uchirsa. Rizo amaki, xonimingizdan keyin sizni ham ko'pga bormaydi deyishganda shunga aytib qo'ydim-da. Hali shunaqami? Serap, men ham xonimim bilan ancha narsani ko'rib qo'ydim. Shu nafaqani mazasini yana 10 yil totmagunimcha ketish yo'q. Aks holda nafaqa beradigan banklar bayram qilishadi. Ha, buni narigi dunyoga ketish niyati yo'q. Hammamizni ko'madi bu hali. 6-uyga keldik deyishyapti qo'shni. 6-uymi? Bizni uy-ku. 6 bizniki-ku. Xayrli kech. Bemor qon yo'qotayotgan ekan, darhol ko'rishimiz kerak. Shoshmang beylar, siz adashib kelgansiz. U orqa xonada ekan, iltimos ruxsat bering, kiraylik. Bo'lagidan bir soniya. Men uyimda kim qon yo'qotishi mumkin? Yana men bundan bexabarman. Mumkin emas. Qon qayerdan chiqdi? Qani, ko'raylikchi. Nimaga qon yo'qotayotgan ekan? Kim o'zi u? Bir ko'raychi. Yo Alloh, qaysi orqa xonada? Go'zal, iforli, yoqimtoy yigit. Sen bu yerda nima qilyapsan? Nimalar qilyapsan? Aslida siz nima qilyapsiz, afandim? Kichik bir syurpriz tayyorlagandim. Surishtirdim. Sariq lollarni juda sevar ekansiz. Balkondan sochmoqchi edim, oyoq qo'lim pand berdi. Xudo jazoladi. O'lishimga sal qoldi. Sal qoldi. Voy, unda nega tez yordam chaqirding? Kap-katta yigitsan, ozgina qon deb o'lmasding-ku. Rosa reklama bo'ldi-da endi. Bunda qanday tushuntiramiz qo'shnilarga? Xonim, boshqachasiga bo'lganda ham qo'rqardingiz. O'g'ri deb o'yladingiz. Shunda ham tez yordamni sezib qoldingiz. Elif xonim, qalay, o'tirishimga gap yo'qmi? Oy. Ularni yoqtirmayman-ku. Yoqtirmaysanmi? Kimga yoqishi mumkin, lekin bittasi yoqtirardi. Do'konni har tomoni. Sariq gul. Xonim, Juda yoqtirardim. yaqin kelibmiz. Ya'ni yaqinlashibsan. Ha, xotinimning eng sevgan gullarini keltiribsan. Yaxshi niyatingga shubha qilganimda, qoning oqishiga o'zim sababchi bo'lardim. Tez yordam shunga kelganmida, qani ular yigitlar, unga yordam beringlar. Tezroq. Asta sekin. Qara, qizim, rahmat aytishga harakat qil. Bo'la qol, rahmat ayt. Mening ismim Muzaffar. Zafar qozonish taqdirimga bitilgan. Men o'yinni shu yerda qo'lga olaman. Nimalar deyapsiz siz? Inson bo'lishni xohlayman. Bola bizni uyimizdan chiqdi. Shunday balkondan qarab turamizmi? Men borib yota qolay. Ha, men shularni yig'ishtiray. Aslo. Men bilan borasizlar, qara. Yuringlar. Asta. Juda ham sekin. Endi ketishing mumkin.
Bo'ldimi? Ha? Nega unda tezroq bo'l o'lyapman deb xabar jo'nating? Hali shunga tez yordamni bezovta qildingmi, a? Qani tezroq yuguringlar. Men bu ishni keragidan ortiq o'yladimmi deyman. Hamma joyda uni ko'ryapman. Dadani 30 yildan keyin yugurganini endi ko'rdim. Bunga bir gap bo'ldi-yu. Oyi, onay ham shu yerda ishlaydi. Men uchrashishni istamayman. Siz boravering. Men shu yerda kutaman. Elif, Oyijon, kechirasiz. Uni boplabsan. sizlarning gaplaringiz bo'lsa kerak. Men ichkariga kira qolay. Ha. Muzaffar shu yerda ekan, bu tomonda. Ko'rdim, xotin, shunchaki to'xtay olmadim. Hozir qayrilib kelaman, kutib tur. Sizga nima bo'ldi? Yaxshimisiz? Yaxshiman. Biroz shoshgandan bo'ldi. Ozgina dam olsam o'tib ketadi. Muzaffar bey, xush kelibsiz. Nega ora bo'ldingiz? Ay, yuragim. Deganda aniq ketayotgan bo'ladi. Voy, sizga nima bo'ldi Muzaffar? O'zingizga keling. Doktor yo'qmi chaqiringlar. Doktor iltimos, tezroq, yuragi xuruj qildi. Xotirlamang, menga qo'yib bering. Shirkatda bunday holatlar bo'lib turadi. O'zim amallayman. Muzaffar bey. 1, 2, 3. Iltimos, Muzaffar bey, reaksiya ko'rsating. 1, 2, 3. Ferhat, sen meni hayotimni qutqarib qolding. Unday demang, boshqasi bo'lganda ham shunday qilardi. Buni hech kim qilmasdi, Ferhat. Shundoq ham kasalxonadamiz, bunga hojat yo'q derdim. Xonim, menga suv keltirsangizchi. Hozir beyim. Voy xudoyim-ey, ming shukrlar bo'lsin. Doktor qayerda qoldi? Doktor! Ferhat, u rejalarimizni sezib qoldi. Endi hammasini o'zing to'g'irlaysan. Nega doktorni chaqirmading? Afandim, men nima qilishni bilaman. Lekin buni men bilmasdim. Atrofingga qarasangchi, biz kasalxonadamiz. Rejamiz qayerda qoldi? Men hushimdan ketyapman derdim. Siz doktorni chaqirardingiz. Doktor ham yuragim urganini bilgach, bir dorisini berardi. Bo'ldi, hammasi tugardi. Gap tamom, vassalom. Men Rustam deb o'ylabman. Sizni tushunmayapman. Nima yozib ko'rsatishim kerakmidi? Sizni ko'rishga kelmaganimizda uyda o'lib ketardim. Ya'ni bizga Ferhatni Alloh yetkazdi, unga qarzdormiz deb qutulardik. Bor gap shu. Ha. Qoyilmaqom reja ekan. Sen yana kim bo'lding? Afting begona emas. Avval ko'rishganmizmi? Mana Muzaffar suv iching. Oling. Rahmat, xotin. Bu odam yana o'yin qilyapti, xuddi yosh boladek muomala qilyapti menga. Qo'lingdan suv ichadigan kun ham bor ekan-ku. Yana ozgina bo'lsa edi. Ichiga muz ham misol xo'rim bosiladi. Hey, shu doktor qayerda qoldi endi? Bu qanday birinchi yordam bo'ldi? Og'zimga yopishganing nimasi? Odamni shunday siltaysanmi? Yuragim siqildi, ko'zim tinib sal qoldi, ketib qolishimga. Ferhat, bu nima qilganing bo'ldi? Shundoq ham asabiyman. Uzr, men biroz xavotirdan. Xotinimga nima deyman? Uni yuziga endi qanday qarayman? Sharmanda bo'ldim axir, hech bo'lmasa o'rtamizdagi yoshni hurmat qilsang bo'lardi. Meni o'lyapti deb yotqizib o'pganing nimasi axir? Ko'rdim. Yurak masaji qanaqa o'pish afandim, uzr so'rayman. Ha, oling Muzaffar, oling. Muz ham bor. Ola qoling. Rahmat xonim. Ferhat, sendan oilaviy minnatdormiz. Menga istagan tilagingni aytishing mumkin, tortinmas, so'rayver. Bir kechki ovqat mavzusi bor edi. Hozir vaqtim yo'qmi bilolmadim. Voy xudoyim, o'g'lim, buni vaqt soati bo'larmidi? Ertaga ota-onangni chaqir, kechki ovqatga bemalol biznikiga kelinglar. Albatta xonim, qorinlarini shunday to'ydiraylikki, ularni ham shunga ehtiyoji bor-da. Xotin, men boyadan beri gapni u yoqdan kirib, bu yoqdan chiqib gapiryapman. Sen yana nega tushunmaysan, xotin? Yo tavba, yana nima qilsam bo'ladi buni? Muzaffar bey, sizga nima bo'ldi? Men keldim. Bo'ldi, yetar, hammasi o'tib ketadi. Ferhat hal qildi, to'xta. Qanday kunlarga qoldik? Ferhatmi? Qizim, yaxshiyam Ferhat bey bor ekan, dadangni hayotini qutqardi. Ferhatmi?
Voy, oyog'im. Yaxshimisan? Juda yomonman. Bunga bir qarang. Bu artistni qarang. Shunday qilmasang-chi endi. Elif, unga ishonma. Bizga yopishib oldi, hasad qilyapti menga. Doktor nega senga hasad qilsin? U senga suykalib turganda ichkarida dadangni qutqarayotgandim. Menimcha shunga hasad qilyapti bu bola. Ko'zoynak yechilganiga qaraganda ish jiddiylashdi. Tahdidmi bu? Farhod, nima qilmoqchiligingni juda yaxshi bilaman. Menga bir imkon bersang-chi. Men uchun juda ko'p yaxshilik qilding. Hech bo'lmasa bir kechki ovqatga. Sen uchun qilganim yo'q bu ishni. Bu meni ishim. Hech o'ylab ko'rmadingmi? Shuncha ish tasodif bo'lishi mumkinmi? Otimni o'g'irlashdi, uyimni tunashdi. Buni hammasi biz birga bo'lishimiz uchun tushuna qolsang-chi. Endi agar qaysar qizni o'rniga boshqasini olishganda, hech kim shuncha katta loyiha turganda joydanim qimirlamasdi. Katta loyiha? Ha, ertaga 3 oydan beri shu masalada yuribmiz. Nega avvalroq aytmading? Bu qanday kulish bo'ldi? Albatta tasodif emas. To'xta, hali gaplarim tugamadi. G'oy, kechki ovqat men Ne oldu? Bak koşarak kaçtı kız. İyi, keyfim yerine geldi. Benden de beteri varmış. Pis. Yavaş yavaş olacak Gökhan. Babasını öptüm, kızımı da öperim yakında. Ay! Bilerek mi öptün lan sen adamı? Tabii lan. Bu planda anlaşılmayacak ne var? Lale olayına çok kızdım. Yoksa ben bilmiyor muyum doktor diye bağırmayı? Ben mal mıyım? O'ylaganingdan ham yomon vaziyatdasan. Ha, Uyushgan jinoyatchilikni hidi kelyapti. albatta bo'lmasam-chi. Lekin rejalar ish bermadi. Hammasi o'rtaga chiqdi. Sen nima deysan? Men hech narsa demayman, xonim. Sizga qanday yordam bera olaman? Ferhatni uyidan nimani o'g'irlashni xohladingiz? Mana eshiting, bir dona fleshka bor ekan. Unda muhim ma'lumotlar bor deyishdi, lekin biroz o'rtani chalkashtirish uchun boshqa narsalarni ham olsang bo'ladi deyishdi. Fleshkani topa olmadim. Hech bo'lmasa televizorni olay degandim, siz kirib qoldingiz. Men har doim yonimda olib yuraman. Loyiha hujjatlari, takliflarimiz. Xuddi shuni izlashgan aslida. Uyda siz borgan qo'rg'onda hatto Umar ham shu ma'lumotlarni izlagan. Xuddi mol o'g'risidek ko'rinish uchun otni o'g'irlagan. Aytishlariga qaraganda ofisdan topish olmagan. Ofisga ham kirishibdimi? Ya, bu yerga kirish olmaydi. Kalit faqat menda bor. Yana Emreda? Emreda yo'q. Uni oldik-ku. Ha, uzr. Faqat menda bor. To'g'ri. Unda bu gap nimasi, Gokan? Oqibatda hammasi bo'ldi. Chak, chak, chak. Allohim senga shukrlar bo'lsin. Juda baxtliman, judayam. Nihoyat uddaladik. Hoy, beylar, yaxshimisizlar? 50 yillik shirkat bu yer. Bobomni bobosi. Bobom. Yana kimlar kelib ketmadi? Qaysi birida bo'ldi bu voqea? Hech birida, lekin biz kelganimizga 2 yil to'lmasdan bularga qarang-ya. Xonim, oz vaqtda ko'p ish bajardik. Shirkatni 50 yilda keltira olmagan cho'qqiga chiqardik. Ana endi taxtlar o'yini boshlandi. Eng qiziq qismi aynan shu. Dahshatlisi bizni shu safar odam deb bilishibdi. Efe Sulton, bu kunlar kelishini juda yaxshi bilardim. Juda yaxshi bilardim. Qani hujumga o't. Beylar, rohatingizni buzmang, lekin sal qolsa shirkat ma'lumotlari qo'ldan ketardi. Xudo aytganingdek, sal qolsa o'g'irlashardi, ammo olish olmadi. Sening xizmating bilan senga juda katta minnatdorchilik bildirishim shart deb o'ylayapman. Albatta, bu safar rostdan ham mendan qarzdorsan. Lekin shirkatni juda ajoyib qutqardim. Shundaymi? Qani seni garing. Birgina kechki ovqat. Shikoshi yonimdan qochsangchi. Umidlanmayman. Rad etsang ham kechki ovqat payti rad et. Doktorni ham ovqat ustida qaytarding. Menga ham taom ustida yo'q desang ham mayli. Doktorga yo'q deganimni qayerdan bilasan? Aytmasligim kerak edi, lekin shunga majburman, Ferhat. Betul aytdi. Opammi? Opasimi? Bo'lmasam-chi? Nimalar deyapsan? U sizlarni tanimaydi ham. Umuman. Sen shunday o'ylagansan, o'zlari bilan ilk kundan beri ajoyib aloqalarimiz bor, telbalardek o'lib kuyib sevishyapmiz. Ulug' tog'ni tili bo'lsa aytardi, tog'rigilar hech narsani yashirmaydi.
Aslida buni o'zim aytishim kerak edi, lekin men chidolmadim. Uzr. Chidolmadim. Senga ishonishimni kutyapsanmi? Doktor seni o'rtog'ing edi. O'sha aytdimi? Doktor o'rtog'imiz edi. Nega uni aytishim mumkinligi aqlingga kelmadi, hayvon? Sizga nimani ishontirishim kerak? Ishonmasang, bor otangdan so'ra. Hoziroq. Senga nima bo'ldi? Nega aytding? Sen rostdan opasini ilindirdingmi? Nima bo'pti, yomonmi? Endi boja bo'lamiz. Boja bo'lamiz, ha, og'ayni, boja. Yaramas, ahmoq. Seni deb elkdan ayrilib qolsam-chi, nima bo'ladi unda? Ha? Nima bo'ladi? Bojaginam, qaynopangdan nega ayrilaman? Ajoyib ayol, ko'ngli ochiq, ikkita bolasi ham bor, homilalik bo'ldi, ko'zi tez orada yoriydi, tish chiqyapti, isitsa bor degan dardlar ham yo'q, hammasi o'z-o'zidan o'tdi. Go'zal bir qiz meni xotinim bo'ladi tez orada. Erdan yegan tayoqlarim bekor qolib ketsinmi? Aslo unday emas. O'sha Muzaffar ismini o'zidan ham yaxshi eslab qoladi. Sen rostdan ham shunday qildingmi? Shu oxirgi daqiqalaringda boshqa narsalarni ham ko'rsam bunchalik hayron bo'lmasdim. Shanba kuni soat 8 da. Nimaga? Kechki ovqatni aytyapman. Hafta oxiriga zo'rg'a ko'ndirdim. Uni shanba kuni soat 8 da uydan olib ketishim mumkin. Uydan deganimda yana uyni to'riga kirib borma. Eshik oldiga kelsang yetarli. Juda ko'p harakat qildim, bu yoq o'zing qo'lingda. Ko'p gapirishga hojat yo'q, Ferhat. Sen jim bo'l, aqlli kella. Sen bilan alohida gaplashamiz. Hozir o'zimni bosib turibman. Ulug' tog'ni ham boshingga yiqitaman. Sendan hamma narsa kutish mumkin, malikam. Ulug' tog'ni kutaman, jonim. Bojagiram. Sen nega meni qaynisinglim oldida Emre masalasini yashirmoqchi bo'lding? O'sha Emreni siqib suvini ichaman. Eng ishonchli odamimiz edi u. Yaramas, sotqin, chaqir uni bu yerga. Tushunishga qaysarlik qilsangiz, bir musibat hammasini tushuntirib qo'yishga yetib boradi. Orqaga qaraganingizda men shunga arziyman deysiz. Labbay Farhat bey, shoshilib chiqqanimga uzr, ust boshimga qarolmadim. Mo'ylovingga kuyachsan. Go'kam bey, nima qilyapsiz? Uzr, asabiylashdim. Unda asabingizni yaxshiroq ko'rsating. Sen yaramas, hali nimalar qilyapsan? Kimga o'yin qilyapsan? Farhat bey, xato qildim? O, bolakay, hammasini bilamiz. Gilamchini ko'r o'g'li, tunalgan qo'rg'on, uyga kirgan o'g'ri, ofisni ham titkilashibdi, lekin izlaganlaringni topisha olmabdi. Biroz avval politsiya shu yerda edi. Odamlaringiz gapirdi. Gapni cho'zma. Qani? Emre, bizga aytmoqchi bo'lgan gaping bormi? Bor. Shundaymi? Demak, hammasi tugatdimi? Har ishni bajarishda bunday xatolar uchrab turadi, og'aynilar. Bu qanday harakat? Bu nimasi bo'ldi? O'chir! Shu shirkatda senga xiyonat qilmaydigan odam bormi albatta? Go'kandan boshqa. Uni bilamiz. Aslida Efe sultoni taklifini qabul qilishing kerak edi. Go'kan, seni aql idroking ko'p ishga asqotardi. Qara, endi shu odamning yonida bekorga vaqtingni o'tkazyapsan. Albatta qabul qilmasdim, hech qanday muammo yo'q bu yerda. Zeki beyni o'g'li har narsaga hayron qolaverarkanda, shunday emasmi? Men ismim Ferhat. Jahlini ko'ryapsanmi? Albatta bu yerga kelganingda faqat dadang aqlingga keladi, chunki undan bu yerni himoya qilarding. Har doim seni Zeki beyni o'g'li emas, Ferhat bey deyishlarini istaysan. Shundaymi? Taqdirga qara. Qara. Shu Efe sultonning rasmi bor-ku. Sen uchun emas, men uchun shu yerda turibdi. Lekin sen shuni ham xato tushunding. Sen ishlayotib unga ortingni o'girasan. Lekin meni ko'zlarim har doim dadamda. Hammasini bilaman deb o'yladingmi? Efe sultonning o'g'li bormi? Haqlisiz. Aslida biz sizdek gazeta muqovalarda chiqmaganmiz. Ota bola birgalikda rasmga tushmaganmiz. Uni ko'rmagansiz. Lekin qoyil qolish kerak otamga. Yillar davomida o'g'liga sizlar maosh to'ladingiz.
Sizlar qanaqa odamsizlar o'zi? Qara, shu gap juda yoqdi. Mayli. Siz meni haydamang, o'z ixtiyorim bilan ishdan bo'shayman. Zararam ko'rmang. Bu mendan sizga sovg'a bo'lsin. Zeki beyni o'g'li tezroq ulg'ayib qarshimizga chiq. Qani? Bo'pti. Xo'sh, odam qo'lini qovushtirib indamay chiqib ketyapti. Politsiya chaqirmaymizmi? Hammasini tan oldi-ku. Yo'q, uni Elif bilan uchrashib qolishga yo'l qo'ya olmaymiz. Elifni kuzattirdik. Telefon ovozlarini yozib olgan. Uni ko'rsa bu ablahning qo'ldan har ish keladi. Ish chegarasidan chiqib ketdi Gokan. Hammamizning xayolimizda orzu qilgan boshqa bir inson bor. Ko'pchiligimiz unday odam bo'la olmasligimizni bir kun tushunib yetamiz albatta. Xuddi mendek. Va bu mening boshimga kelgan eng ajoyib narsalardan biri edi. Voy Ferhat, chidolmayapman. Hozir dadang uyni boshimizga qulatadi. Hammani qo'lidan keladi, lekin nega men qila olmayapman? Ust boshimni ham rasvo qildim. Loyihaga kirmabsan-da. Efe Sulton qo'lga kiritibdi. Kirmadim. Men ham ust boshimni rasvo qilganga o'xshayman. Dada, men usullarim hech ish bermadi. Hozir nafaqangiz zerikarli bo'layotgan bir paytda balki shirkatga qaytarsiz. Biroz vaqtga sizdan o'rganishim kerak bo'lgan ko'p ish bor. Balki eski usulda ishlash yanada yaxshidir. Tushunmadim. An'anaviy usul. Eski usul balki. Xudo haqqi, bir ustani chaqirsang-chi, juda qiyin ish ekan. Qila olmayapman. Buni rozlik sifatida qabul qilaman unda. Elif masalasi nima bo'ldi? Voy, nima bo'ldi? Voy qiz, uchrashuv qoldirildimi? Yo'q, endi chiqyapman. Qizim, shunday qilmasang-chi, endi hatto men sendan ko'p pardoz qildim. Sen nega tayyor emassan? Siz nega upalardan surdingiz, Muzaffar? Oyoq osh ko'zlarini ham bo'yaptilar. Erkaklarniki bu oilaviy rasmga tushib, Facebookka qo'yamiz deb havas qilgandim, lekin shuni ham ko'p ko'rishda xuddi choy ichishga ketayotgandek. Alloh Alloh. Opa, siz qayoqqa? Ha, men do'stlarim bilan ko'rishgani boraman. Singlim, sen boshqa kiyimingni kiysangmikin, ha? Opa, oddiy bir ovqatlanish-ku. Bo'pti. Men ketdim. Kech qolmayman. 2 soatda kelaman. Kech qolmayli. Yok ben anladım ya. 2 çocuk az. Yapacaksın şöyle 5-6 tane çocuk. Biri tutmasa biri tutsun. İşte eldeki imkanlar sınırlı. Oy. Salom Elif. Oq otli shahzodang eshigimga keldi. Lekin oq ot topa olmadim. Shunga o'zim oq kiyim kiydim. Ya'ni oq yopinchiq kiyib ot mingan shahzoda mening uchun bo'ladi. Xuddi meni yoshligimga o'xshaydi. Qoyil senga. Bizni odamlarga sharmanda qilyapsan. Ot bizning madaniyatimizda bor. Nega sharmanda bo'lasan? Aytishadi-ku. Ot jonon Ferhat. Aslida qaysar qiz ham juda yalindi. Senga tashakkur aytish kerak ekan. Yo'q deya olmadim. Qani ortga sakra. Tushunmadim. Men otga minamanmi? Yana nima? Bo'la qol endi, noz qilma, tezroq chiqa qol. Hali hammasi oldinda. Xuddi qushlik uchamiz. Kela qol. Ferhat, tushunmadingmi? Hech bir kuch meni shu otga mindira olmaydi. Ko'ramiz. Ha. Qani kela qol. Sen nega unday qilyapsan? Ha, minsang bo'lardi-ku shu otga. O'tiradigan joyimizni sen tanla. Hamma joy bo'sh-ku? Hech kim yo'qmi? Sen o'tirishni xohlagan joyingda kimdir bo'lsa, kayfiyatim buziladi deb restoranni yoptirdim. Hamma joy seniki. Tanla. Nega xuddi uni tanimagandek munosabatda bo'lyapsan? O'zing bilgan Ferhat. Restoranni yoptiradi. Hamma unga xizmat qilishini xohlaydi. Odamlar atrofida parvona bo'lsin. Kim bilsin, yana o'zini pul bilan... Xayrli kech, Mudmazin.
Bilamanki, tanlagan restoranimiz sizga manzur bo'ladi va kechamiz maroqli o'tkazamiz. Hammasi joyida, lekin 2 kishi uchun butun bir restoranni yoptirish shart emasdi. Yoptirishmi? Hali ochilmagan-ku. Yoptirsam 2 haftadan keyin ochiladi. Qaylish uchun deyishgandi. Yo'q deya olmadik. Sen nima qilyapsan? Ishimni qilyapman, madmozil. Qani marhamat. Rahmat bey afandi. Taomnomani olsak bo'ladimi? Taomnomanimi? U juda zerikarli, yozuvlari ko'p, yurakni siqadi. Oshpazni keltira qolay. Senyorita, restoranimizga xush kelibsiz. Mashhur oshpaz Ferhat sizga xizmat qilishidan g'oyat mamnunman. Buyuring. Ko'ngillari nimani istaydilar? Meni otam aslida eng yaxshi oshpazlardan. Sizni qo'lingizdan hatto tuxum pishirish ham kelmasa kerak. Yoki boshqa karomatlaringiz ham bormi? Otangizning kasbini aytyapsizmi? Aslida bu ham meni haqiqiy kasbim, xonim. Dadangizning ishxonasida o'ylashga o'xshamaydi. Xudoyim, hozir juda baxtliman. Hali shundaymi? Unda taom tayyorlayotgan vaqtingizda kuzatishni xohlayman. Eng yoqtirmagan taomingizni tayyorlang, oshpazbek, ammo ko'zlarim oldida. Xonim, nimalar qilyapsiz? Stolimizga boryapman. Hojati yo'q. Ofitsiant nega turibdi? Qizim, sen nima qilyapsan? Ha? Men ishdan haydashlarini xohlaysanmi? Qo'lingdagilarni tez joyiga qo'y. Tez qo'ya qol. Xush kelibsan. Ofitsiant ham oshpazga tortibdi. Meni ham ko'zim uchib turgani yo'q. Shef majbur qilyapti. Ovqatni yemasdan qizni 3 marta o'pdim. Oxir baxayr bo'lsin. Qizim, salat buyurtma qilasanmi? Qovurilgan fransuzcha Sezar Elif. Yo'q, istamayman. Elifmi? Tovuq hasib yoguja, shashlik, ayron barracha, osh marta sho'rva, qovurdoq xohlasangiz 5 barmoq. Bo'ldi, hech narsa shart emas. Unday bo'lsa, yaxshigina qo'y go'shtidan osh yeb qo'ya qoling. Bo'ldi, hech narsa xohlamaymiz dedik-ku. Hasbga nima deysiz? Ichi-chavo kalla pocha. Voy, nega tushunmaysan, ha? Nega baqirasiz? Baqirmang. Xo'jayinim aytganini qilyapman. Ben Ferhat abi çağırıyorum o zaman. Vallahi yırttım attım tişörtü, gaza geldim, iyi mi? Halbuki şuradaki ceketi ters çevirip tişörtün üstüne giyecektim, ayarlamıştım her şeyi. Resmen beyaz bayrak çektim ya. Baklava da vardı tatlılardan ama neyse. Hech bo'lmasa shuni qilmasayding, maza qilib o'tirgandik. Nimani? Mushaklarni aytyapman. Men aloqam yo'q. Ism chiqyaptimi u yerda? Harfi emasmi? Endi bunisi oshib ketdi. Men ishim emas deyapman. Qara. Ana L harfi ham chiqdi. Endi bunisiga nima deysan? Men hech narsa qilmadim, Elif. Qo'lga qarab fol ochasizmi? Bu nimasi bo'ldi? Ya'ni har ko'rgan soqollik odamni bobo demaymiz, shundaymi? Uzr so'rayman, sen kelishing bilan boshlandi-ku. Men shunga Hech qisi yo'q, lekin buning uchun men sen o'ylagandek erkatoy bola emasman. Aslida erkatoylik bo'yicha mendan ancha oldindasan. balki shundaydir. Qalay, yoqdimi? Oshpazimiz taomlariga tuz o'rniga ishq muhabbat qo'shishi bilan mashhurdir. Shunday qilsa yanada sog'liqqa foydali, lekin yana ham tuzli taom istasang, 3 kunda qanaqa sevgi, ha? telbalik hammasi. 3 kunda sevgi bo'larmidi? Menikini sevgi desa bo'ladi. İlk ko'rishda ya. Balki ilk kulishidadir.
sen ciddi misin? Yani bu halde mi devam edeceksin yemeğe? Ne yapsaydım? Gömleğimi vermese miydim? İşinin bir parçası da onu korumak ve kollamak. Taklifimizni rad etmay kelganingiz yaxshi bo'ldi. Biz ham tanish uchun ma'qul vaqtni kutayotgandik aslida. Hali so'rashni xohlagan juda ko'p narsalar bor. Qaysi biridan boshlashni bilolmayapman. Eng qiziq narsa, ijozatingiz bilan boshlasam, yo'q demasangiz. Albatta so'rayvering. Bir-birimizni taniylik-da axir. Sizni o'g'lingiz ona sutini ichganmi? Ichgan? Qancha ichgan? o'n 15 oycha adashmasam. Bu bola kasal bo'lmaydi. Bizni ikkala qizimiz hech ichmadi-da. Faqat sunisidan ichardi. Onasi ham sutdan qolmadi. Sog'irgan sutlar isrof bo'lmasin deb o'zim quvvatlandim. Suyaklarim kuchga kirdi. Ona suti juda shirin bo'ladi-da. Muzaffar, nima yegandingiz, bu gaplar yodingizga tushdi? Iltimos siz boshlanglar, men qolganlarni qo'yib kelay, hozir kelaman. Bekorchi gaplardan rosa olarkanman. Nafaqada zerikkaningda u bilan vaqt juda yaxshi o'tadi. Ferhat, ochig'ini aytsam, seni boshqacha odam deb bilibman. Elif, iltifot etmayman, lekin juda go'zalsan. Kulmasang-chi. Sen meni kamchiliklarimni to'ldiradigan butun borliqsan. Meni o'zingniki qil. Aks holda sen hech narsa yo'qotmasang ham, men hamma narsamni yo'qotaman. Sen hayotimda paydo bo'lmasang, uysiz faqirlarga taom tayyorlaydigan restoran ochish xayolimni ko'chasiga ham kirmasdi. Qanday chiqdi, yaxshimi? Aytgandim 2 haftadan keyin ochilishimiz bo'ladi deb. Hozirgacha hech ishni to'g'ri qilmagandirman. Lekin agar sen qo'llarimdan tutsang, men ham o'zgaraman. Yaradana kurban, yaradana, yaradana, yaradana heyran, yaradana, yaradana, yaradana kurban, yaradana, yaradana, yaradana heyran, yaradana, yaradana.